Deputatlikdan aynan qaysidir ma'noda to'yib ketganingizdan ketgansiz biz. Men ham qamalib ketishni xohlamayman. O'lib ketishni ham xohlamayman. Men ham yashagim keladi baribir. Masalan, mediadagi chiqishlaringizga nisbatan hozirgi ish joyingizda qandaydir rahbariyat tomonidan bosim bormi? Mediadan birdan yo'qolib qoladigan bo'lsam, to'shna meni yo qamab yuborishadi, yo yo'q qilib yuborishadi. Ba'zi o'rinlarda vazir sal noqulay vaziyatga tushib qoladi. Men uni sezaman. Agar vazir xohlasa, sizni ertaga ishdan bo'shatib yuborishi mumkinmi? Bitta ekologiya xodimimiz hokimga yoqmaganligi uchun ishdan bo'shatishi kerak. Qamalib ketish hadiki sizda bormi? Menga aniq chiqib aytishdi. Seni dabro'yini olishdi, yaqinda qamalasan. Korrupsiya bormi ekologiya sohasida? Lekin endi bizdagi hozirgi ijroat tizimida sobiq kommunistlar juda ham ko'p. 20 yildan keyin qanaqa ko'rasiz O'zbekistonda ekologik holatini? Men hozir to'g'risini tasavvur qilib kelmayapti. O'zi umuman sizni daromadlaringiz nimadan iborat? Amal kerakmi, pul kerakmi, beramiz. Birgina YouTube'dan siz oyiga $18,000 topishingiz mumkin ekan. Orqasida hech kim yo'q, tadbirkorlar hammasi ishini to'xtatgan. Abror Muxtarali bilan Hamid Sodiq o'rtasidagi bahsli vaziyat haqida so'ramoqchi edim. Axir biz ham ikkinchi sort odam emasmiz-ku. Ishlaringiz yaxshimi Rasul aka? Ha, yaxshi, Tuzimsiz? rahmat. Siz ham tinmaysiz. O'zimga o'zim ish yaratib yuraman-ku. Qanaqadir noqulayroq savollarga qanaqa qaraysiz? Normalmi? O'sha o'rganib ketganmisiz? Normal yoqmasa javob bermayman. Yo'q. Bo'ldi. Bunga javob berish xohlayman deb aytaverishim mumkin. Yo'q. Bu ham javobku. Javob, albatta. Yaxshimi sizda bo'ldi? Sekin boshlayapmiz, Rasul aka bo'lmasam. Menga ham bitta stakan bering. So'raman, men ham. Suv, choy ham bor. Bo'lmasam choy bering. Choy bering, choy quyib bering. Qora choy bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'ldi. Siz o'zi har kuni ishga kelasizmi? Ha. Har kuni ishxonangizda, ofisingizda, kabinetingizda bo'lasiz-da. Endi anaqa qiladigan doimiy ishlarim o'shalar tez-tez bitiraman-da, erkinroq o'zimga zona yaratib olganman. O'sha orada boshqa ishlarni qilib, shu kechga keyin ko'pincha haftada 1 yo 2 kun boraman, podkast bunday narsalar qilamiz biz ham. Keyin uni hafta davomida tarqatib mashaqqa bo'ladi. YouTube kanalingizni ko'rdim, ancha aktiv ekansiz. Haftaga 4 ta 5 ta ham material beryapsiz. Voy, ana men bunaqa montaj qilib o'tirmayman ko'pini. Bir xillar shuni telefonda olib qo'yib yuboraman. Ko'rdim. Bir xillarini bolalar montaj qilishadi, professional darajada. U yaxshi ketmaydi o'sha yaxshi montaj qilganlar. Oddiy narsalar. Odamlarga tabiiy narsa hozir ko'proq Tabiiy yoqyapti. Shunaqa tendensiyalar ham o'zgaryapti-da. Masalan, biz ham mana studiyada o'tirib, nimadir haqida gapirib bersam, kamroq reaksiya bo'ladi. Mashinada o'tirganimda qo'yib, misol uchun nimadir gapirib bersam, protsess jarayonda tabiiy chiqadi-yu, ana shu masalan, sal qiyshayib qolasiz, sal qo'pol gapirib qolasiz. Odamlar shunisi bilan ko'radi. Shunaqa e'tibor qilaman. Shu joyida kelib qolganida bosib ketaveraman mana shunaqa. Oldindan shunaqa edi. Asosan aktivlik shunga o'sgan. Atak bunday o'tirib, jiddiy lekin aynan kerak bo'lgan narsalarni tayyorlasangiz, maxsus uni prosmotri kam. O'zi nima uchun kerak sizga media faollik? Endi o'rganib qolganman-da oldindan. Masalan, men 2012 dan soha bo'yicha ozgina ishlaganman. Men gazetada bosh muharrir bo'lib ishladim. Yo'q. Jamoani boshqarganman. Bu yoqqa Oliy Majlisga kelguncha. O'sha 24 yoshda edi bosh muharrir bo'lganim. U ijtimoiy siyosiy gazeta edi. Ya'ni bu aniq maqsad emas, shunchaki sizni hayot tarzingizga aylanib qolganda. Keyin yo'q, orada uzildigan boshqa. Keyin nimaga bo'ldiki, men shu orqali masalan odamlar baribir ko'p keladi-da, haligacha har xil masalalarda. Menda nimadir instrument bo'lishi kerakki, shuni hal qilishga yordam beradigan. Bu baribir bitta instrument degan ma'noda buni qoldirganman. Что yo'qolib qolmaslik nuqtai. Ikkinchisi, mediadan birdan yo'qolib qoladigan bo'lsam, to'shna meni yo qamab yuborishadi, yo yo'q qilib yuborishadi. Bu xavf doim buni his qilaman. Odamlarning esidan chiqishim bilan menga yopishishadi. Men uni doim sezib yuraman. Shuning uchun bu ham o'sha ham yashab qolishda ham bitta naqasi sifatida o'zim uchun shunday qolgan. Mediadagi katta faollik va juda katta auditoriyaga ega bo'lishingiz qaysidir ma'noda sizni himoyalaydi ham. Daxlsizlikka o'xshash narsa beradi-da. Chunki so'raydi-da odamlar, bunga nima bo'ldi, qayerda bu, o'sha ko'targan qaysidir masalani ortidan ketdimi degan narsa o'sha yopmoqchi bo'lgan odamlarni o'ylantiradi, qo'rqitadi-da. Shuning uchun daxl qilmoqchi bo'lganlarni o'ylantiradi baribir. Bunaqalar ko'pda. Demak, hisoblashishadi ular baribir jamoatchilik fikri bilan. 100% darajada bo'lmasa ham, lekin bu cho'chitadi, jamoatchilikka izoh berishga majbur qiladi-da. Bu shu nuqtai nazardan baribir. Masalan, agar qonunni buzmasangiz, eng asosiysi shu qonunni buzmaslikda, shuni buzmasdan
yurgan vaqtingizda sizni daxlsizligi shu, mani nazarimda mani daxlsizligim shu bo'lib turibdi-da. Siz qanaqa qilib belgilaysiz, baholaysiz qonunni buzmayotganligingizni? O'zim Masalan, sizda aytayotgan yurist gaplar. bormi? Men yuridik yo'nalishda ham o'qiganman, Ha. hamma magistraturada yuridikni tugatgan. Siz aniq bilasiz gapirayotgan gapingiz Ha, orqali sizga hech qanday ish ochilmasligi Yo'q, va qonundan kelganda ocha olmaydi. Undan tashqari Oliy Majlis mana shu juda katta akademiya bo'lgan. Aha. Men 8 yil davomida qonunlar noldan boshlab qaysi asosga ko'ra yoziladi, nima maqsadda yoziladi va u nima maqsadda ishlash kerak, uni ichida yurganman-ku to'liq. O'zim qancha qonunlarni o'zgartirishda qatnashganman. Shu faqat menga yuridik yo'nalishda diplom kerak bo'ldi. Oxiri majbur bo'lib o'sha deputatlik vaqtimda o'qiganman. Deputatlik vaqtingizda, ya'ni deputatlikdan Boshlanib ketdimi o'sha? ha, deputatlikdan aynan rasmiyatchilik, fikrlaringiz eshitilmaganidan, qaysidir ma'noda to'yib ketganingizdan ketgansiz. Biz o'sha payt ketgan e'tirozlaringizni ham eshitganmiz, juda aylangan. Hozir mana baribir amaldorsiz. Qaysidir ma'noda emas, to'g'ridan amaldorsiz. Ijro hokimiyatida vakilman hozir. Ertalab soat 9 dan 6 gacha. U yerda qanaqa edi? U qonun chiqarish hokimiyatida. Ya xalq vakili edim bu yerda. Qaysi ma'noda hozir bir-biriga qarshi yo'nalishda. Xuddi shunaqa. Men doimiy o'sha qonun chiqarish hokimiyatida ishlaganimda bu juda prinsipial farq qiladigan Lekin u yer yo'nalish. demak sizni erkinligingiz uchun yaxshiroq bo'lgan oldingi joyingiz. Albatta. Unda g'alati paradoks paydo bo'lmayaptimi? Masalan, siz u yerdan qaysidir ma'noda sizni eshitmaganliklari uchun yoki nimadir to'yganingiz uchun ketdingiz-da, to'g'rimi? Qonun chiqarish hokimiyatida. Ha. Lekin siz u yerdan ketib, siz yana ham sizni kontrol qilsa bo'ladigan joyga kelib qoldingiz. Yo'q, men aniq u yerdan ketib, aniq bir soha, bir yo'nalishda ko'proq ishlash va shu yo'nalishda ko'proq vakolatga ega bo'lish mumkin bo'lgan joyga kelganman, ekologiya. Qanaqa qilib bu baholanadi? Masalan, siz ekologiyaga sizni to'g'ridan-to'g'ri sen ertadan shu yerda ishlaysan deyishadimi? Yo'q. Masalan, xalq orasida shunaqa gap bor, misol uchun katta amaldorlar o'zini keyingi ishini qayerda davom ettirishini o'zlari hal qilmaydi. Endi ularda balki shunaqa bo'lgandir. Aynan masalan shunaqa xalq orasida shunaqa gap bo'lganligi va to'g'ri ma'noda bu gaplarda jon bor. Masalan, ba'zan o'zi qayerga ishlashga borishni xohishini ham so'rab o'tirmay shu yoqqa yuboradi. Biz soldatmiz deb o'ylashadi. Shunaqa aytadigan. Bu bor narsa. Bu bor narsa amalda, shunaqa ko'p holatlarda bor. Lekin men bunga qarshi odamman. Sizda bunday bo'lmagan? Yo'q. Men o'zim tanlaganman. Men bir nechta variantlar qo'yilgan, masalan, parlamentdan ketganda men o'zim qayerda o'zimni keyinchalik ko'rayotganligimni aytganman. Shu joylarda bersanglar men tortaman, ham prezidentimiz olib borayotgan islohotlarni ham chiqarib ko'rsatib bera olaman. Shu yerdaman deb, lekin u tomon qo'rqdimi, xullas xohlamadi. Yo'q. Qanaqa variantlar bor edi yana? Shu birinchisi inson huquqlari bo'yicha ombudsman. Shu yerda ishlayman dedim. Men shuni aynan O'zbekistonda inson huquqlari yo'nalishi bo'yicha qilinayotgan ishlar va qilinishi kerak bo'lgan va amalda turgan muammolarni yechishga men butun kuchimni sarflayman. Odamlar inson huquqlari yo'nalishida ham qonunlardan ham prezident olib borayotgan islohotlardan rozi bo'lishiga men kuchimni qo'shaman dedim. Yo'q deyishdi. Endi ichki tizimda kimlar muhokama qildi? Yakunida yo'q, bu hayiqishyapti bundan degan shunaqa tushuncha anaqa menga yetkazishdi. Короче, bo'lmadi, xullas qisqa aytganda. Yo'q deyishdi. Keyin yana bir ikkita joylar aytdim, u yerga ham yo'q deyishdi. Keyin meni tinch qo'ya qolinglar, yaxshisi dedim. Men ijro, ularni ko'p taklifi ijro tizimida edi. Men aytganman, ijro hokimiyatida men ishlolmayman. Chunki bizadagi hozirgi ijro hokimiyati tizimi o'sha u yerda ishlayotgan odamga so'z erkinligidan to'la-to'kis foydalanish imkoniyatini bermaydi. Jamoatchilik bilan ham uzilib qolishga to'g'ri kelishi mumkin. Ammo odamlar bilan uzoq vaqt ishlaganman va menda endi nima deydi, qon bilan kirgan deydimi, o'sha bor narsani ko'pincha aytib yuborish boshqa. Bor narsa, men uni yo'qota olmayman endi o'zimda. Shuning uchun menga shunaqa muhit bo'lishi kerak deb aytganman va ijro tizimi bunga yo'l qo'ymaydi. Hozirgi sharoitdagi ijro tizimi kelajakda balki boshqacha bo'lar. Lekin endi bizdagi hozirgi ijro tizimida sobiq kommunistlar juda ham ko'p. Kommunistik mafkura, ya'ni hamma narsani davlat nazorat qilishi kerak. O'sha partiya qarash kerak, kerak bo'lsa to'shagingdan boshlab ishinggacha hammasini partiya nazorat qilish kerak deb fikrda yurgan va shuni qolipni shakllantirgan odamlar juda ham ko'p hali. Ular bilan ishlayotgan, lekin ulardan keyingi avlod ham xuddi shunday bo'lib tarbiyalanmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Ya, qisman bor, qisman ustoz shogird an'anasi nuqtai nazar qisman bor. Lekin men o'ylayman, biz to'la-to'kis o'sha haqiqiy kommunist bo'lgan odamlardan vaqt soati bilan qutulganimizdan keyin bar vaziyat o'zgaradi. Avlodlar almashgandan keyin. Bu avlodlar almashish bilan bor. Va shu vaqt shunaqa jarayon bo'lganda ham sharoit nuqtai nazaridan, ham
birinchi navbatda shu so'z erkinligimni cheklamaslik nuqtai nazaridan shu o'zimni xohishlarimni yetkazganman, aytganman. Shunda bir nechta takliflar bo'ldi. Shu maslahatchi bo'lib ishlash ma'nosida o'sha vazir o'rinbosariga teng daraja bo'ladi. Bu yerga o'tkazib, mani keyin majlisma olib yurib, ana endi o'zing javob beradigan vaqt keldi, o'zing ham javob ber, jazolamoqchi bo'lsa kerak degan fikr bo'lganda, chunki parlamentda ishlaganda men vazirlar, o'rinbosarlar juda qattiq savol-javob qilib shunaqa masalalar qo'yardim-da. Bu mantiqan to'g'riroq deb o'ylamaysizmi siz? Mana masalan siz tanqid qildingiz biror bir vazirlikni, qachonki siz o'zingiz o'sha yerda vazir bo'lganingizda siz o'ylamaysizmi, vaziyat asli boshqacharoq ekan, men ko'rmagan narsalar ham bor ekan degan xulosaga kelib qolishingiz mumkin emasmi? Yo'q, birinchidan menga vazir bo'lish masalasi qo'yilmagan, taklif berilmagan. Bu birinchi navbat. Men ijro tizimi haqida shunaqa tasavvur bo'lganki va to'g'risini aytaman, ular bilan ko'pchilik bilan gaplashganim uchun bizda o'sha soha yoki o'sha davlat o'sha vazirlik idorani oldiga qo'ygan vazifadan ko'ra o'sha joyda o'zini shaxsiy tomorqa sifatida qarash va shaxsiy adovatlardan kelib chiqqan holda munosabat qilish ustuvorroq. Afsuski biz bundan qutulmaganmiz. Va shu jihatdan olganda meni juda ham ko'zim yetganki, ertaga mana shu parlamentda meni qo'ygan masalalarim shu ishlash davrida ayrim masalalarda qiynab qo'yganligim bois bu ishlar uchun shaxsiy adovatdan foydalanib menga nisbatan ish bo'ladi va men qisqa muddatda siqib chiqib ketib qolaman degan shunaqa ishonch bo'lgani uchun men boshdan shunaqa o'zimni fikrlarimni aytganman. Mana shunaqa muhit bo'lsa ishlayman deb va keyin o'sha o'zimdan ham xohishimni so'rashgan, qiziqishimdan kelib chiqib ekologiya sohasida ishlamoqchi bo'lganimni aytganman. Va hozirgi ekologiya vazirimiz Aziz Abduhakimov bilan bosh vazir o'rinbosari vaqtlarida ham juda ko'p masalalarda men chiqqanman. U kishi eshitardi eng muhimi. Mana shu talabalarni tabaqalashtirgan kontrakt masalasi bormi? Juda ko'p e'tirozli bo'lgan masalalarda men takliflarimni yuborardim. Keling, o'tiring derdi. Biz o'tirib shu takliflarni ba'zan yozardik shu va qarorlarda o'zgartirilardi shu. Ya'ni u kishi eshitishni bilardi. Shuning uchun men ko'zim yetgan u kishi bilan ishlab keta olaman degan ma'noda shu joyda maslahatchi sifatida ishlayman. Masalan, mediadagi chiqishlaringizga nisbatan hozirgi ish joyingizda qandaydir rahbariyat tomonidan bosim bormi? Bosim emas, juda men noqulay ahvolga solib qo'yish holati bor ba'zan. Masalan, siz ularni qo'yib solib qo'yasiz. Masalan, ba'zi o'rinlarda vazir sal noqulay vaziyatga tushib qoladi, men uni sezaman. Va lekin vazir har doim menga buni aytmaydi. Lekin ayrim holatlarda aytib turadi. Ya'ni diskomfort sharoit yaratib qo'ygan. Umuman aytganda men qo'ygan masala to'g'ri ekanligi aytilishi mumkin, tan olinadi, lekin bizning tizim sharoitida hamma narsani ham to'g'ri bor gaplarni olib chiqish doim ham to'g'ri qabul qilinmasligi. Shunaqa. Shuning uchun shu diskomfort sharoit yaratadi. O'zimga ham ba'zan noqulay bo'ladi. Lekin qachon to'xtayman yo qachon shu nimalar o'zgaradi, ba'zan sal yumshatish ma'nosida, qachonki mendan bo'lak betun bir jamoa jazoga tortilishi mumkin bo'lgan holatda men sababli bo'lganda men pozitsiyalarni sal bu masalan siz jamoa bilan, ekologiya jamoa bilan qayergadir borasiz, chiqasiz, nimadir haqida gapirasiz, daraxtlar kesilgani haqida, u qandaydir mashmashaga olib keladi. Yakunda mashmashaga olib keladi va sizga masalan vazir aytishi mumkin, shuni bir boshqa tarafdan ham o'ylamabsizlar-da deb. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin endi aytilgan gap otilgan o'q. Masalan, ba'zi holatlar bo'ladi, endi nima bo'lsa ham men o'zim mas'uliyat shuni men o'zim qilganligimni masalan kim bilandir kelishim boshqa men tan olaman degan ma'noda bo'ladi. Bu ishlar ba'zan ijobiy natija olib kelishi mumkin, ba'zan ijobiy kutilmagan natijalar ham. Lekin bilasiz, men rosa o'zim harakat qildim o'zgartirishga. Juda ko'p urindim, harakat qildim. Bu narsa o'zimga ham ko'p tashvish, muammolar olib kelishini men boshimdan o'tkazyapman. Lekin qiyini shunday ekanki, o'zimni o'zgartirishga harakat qilish hozirgi urushimdan ham ko'ra qiyinroq ekanda men. U og'irroq ekan. Shuning uchun keyin oxiriga to'xtadim. O'zi qisqa umr qancha yashaymiz? Yaxshisi shu o'zim ichimda ertaga meni savollar bilan o'ylantiradigan vaziyat bo'lmasligi uchun hozir vijdon deydimi, odam ichidagi g'alayonga qarshi nima ish qilmaydi, hozir qo'ldan kelgancha ketavering, u yog'i bir gap bo'lar. Qaysi biriga kuyaman deydi. Masalan, hozirgi qoida qonunchilik bo'yicha, masalan, siz ish beruvchi taraflama, agar vazir xohlasa, sizni ertaga ishdan bo'shatib yuborishi mumkinmi? Mumkin. Asos. Qanday yuz beradi u? Sizni chaqiradi, sen mana shu ish qilding, u menga yoqmadi, men sen bilan ishlashni xohlamayman deydimi? Yo'q. Buni qonuniy tartibi bor. Masalan, bu bar qonunga bo'ysunishimiz kerak. Birinchi navbatda shu masalan, yo'q. Men ariza so'rashlari mumkin. Ariza bersam, o'z arizam bilan ketgan bo'laman. Ixtiyoriy majburiy. Asos.
yoki bo'lmasam man shu qo'pol mehnat qonunchiligini buzganligim keltirilishi kerak. Xizmat tekshiruvi qilar, boshqa bo'lar. Masalan, shuni yakuni bo'yicha xulosa beriladigan bo'lsa, ishdan bo'shash haqida buyruq qabul qilinishi mumkin. Bu shu qonuniy tartibda. Nima uchun bunaqa qonuniy yo'ldan yurishga to'g'ri keladi? Ertaga man mabodo man noto'g'ri bo'shatgan degan ma'noda man sudga berishim mumkin boshqa. Ya'ni u huquqlar qoladida, mana ish beruvchi va xodim o'rtasidagi munosabat. Shu nuqtai nazardan bu masalalar odatda shunaqa kelishiladi. Ko'proq agar qonun buzarlik nuqtai nazaridan qaralsa, xizmat tekshiruvi yakunlari bo'yicha bo'ladi. Shunchaki masalan yoqmayapsiz, bo'ldi. Endi shunchaki yoqmaganligim sababli olib tashlash bilmadim endi. Baribir sababini keltirish kerak, a? Albatta, endi men so'rayman-ku baribir sabab nima deganman. Boshqalarda balki shunchaki yoqmaganligi uchun ket desa ketaverar. Siz ketmagan bo'larsiz agar shunaqa qilgan bo'lsa. Yo'q, man o'zim shu yo o'zim xohlashim kerak yoki meni bo'ynimga qo'yishlari kerakda, shu men xato qilganligimni. Ertaga bo'lmasam men qayta yana shu yerda noto'g'ri bo'lib kurashishim mumkin-da. Menimcha bu normal holat. Albatta normal holat. Men nima uchun bu savolni aynan sizga beryapman? Sizni pozitsiyangiz qiziq bo'lgani uchun. Masalan, ko'p joylarda bor, misol uchun vazir yoki rahbar yoki shu amaldor sen bilan ishlashni xohlamayapti yoki sen bilan ishlashni xohlamayapman deb o'zi aytsa ham, bo'pti, o'zingiz bilasiz deb ketaveradiganlar bor. Men kallamda o'ylagan narsam, siz masalan, yo'q, o'rtoqlar, men ketmayman bu yerdan. Menga asos kerak qanaqadir deb kurashasizmi yoki yo'q degan ma'noda? Yo'q, kurashaman albatta. Birinchi o'zimda xohish bo'lsa kurashaman. Agarda siz lekin bo'pti, men ham o'zi ketmoqchi bo'lib yuruvdim degan kayfiyat bo'lsa, unda shundoq ham nima deydi, so'ramasdan ham ariza yozib ketaverishingiz mumkin, ixtiyor o'zida odam. Lekin bitta narsani unutish kerak emas, bu davlat idoralari O'zbekistonda, vazirliklar, idoralar, o'sha idorani rahbar bo'lib o'tirgan odamni xususiy ishxonasi emas-da, yo otasidan qolgan, yo onasini nima deydi, mahriga kelgan joy emas. U men senga yoqmaganligim uchun ketasan degan narsa. Yo'q, unga aniq vazifa qo'yilgan, o'zini lavozim yo'riqnomasi qiladigan ishlari bor. Ya'ni u o'ziga yuklatilgan vazifani bajara olmaganligi sababdan ketishi mumkin. Qaysidir rahbarga yoqmaganligi uchun emas. Ya'ni shu narsada bizdagi eng yomon salbiy illat, stereotip deydimi buni? Shu mana shu bilan bog'liq. Masalan, ijro tizimida, hokimiyatlarda hokimlar almashishi bilan vez komanda uni o'rinbosarlari yo bo'lim boshlig'lari ham almashadi, yangi keladi. Nimaga? Ijro ishida, tizimda shunaqa stereotip qolib ketganki, yangi odam keldimi, u o'zini yangi feodal anaqa tizimini o'ziga olib keladi. Hukmdor keldi deganday qaraladida, o'zini komandasi bilan keladi. Bu noto'g'ri aslida. U bitta rahbar almashyapti. U jamoa almashdi degani emas. U qolgan har bir inson o'ziga yuklatilgan qanaqadir ishni qilyapti, davlat mana vazifa qo'ygan. Aynan mana shu noto'g'ri qarashlar oqibatida ishdan ketish, qolish o'sha rahbar xohishiga qarab qo'yilyapti-da. Bu qonun talabidan kelib chiqish kerak. O'zi nima uchun bizda rahbarlar bir joydan boshqa joyga o'tganida, bitta amaldan boshqa amalga o'tganda, o'zini oldingi joyda ishlagan atrofidagi insonlarni ham olib o'tadi? Bu ishonch masalasi. Birinchi navbatda komfort nuqtai nazaridan meni fikrimki, chunki eski jamoada ishlaganda u o'zi ishongan, men shunga nimadir vazifa yuklasam, u tortib keta oladi degan shunaqa ishonch bor va u yangi joyga kelganda ham shu komandasi bilan ishlash o'ziga qulay deb hisoblaydi. Birinchi navbatda shu. Lekin bunda siz yomon narsa ko'rmaysiz. Ko'raman-da albatta. Bu noto'g'ri-da. Nega? Xo'p, ya'ni sohang yo ishing, lavozim o'zgaryaptimi? Seni bir joydan olib, sen boshqa lavozimga o'tyapsan. Bu degani, seni atrofingda ishlayotgan odamlar ham seni xohishiga qarab yurish kerak degani emas-ku. Bu yerda davlatchilik prinsipi bor. Qonunlar ishlashi kerak, konstitutsiya ishlashi kerak degan gap shu yerdan kelib chiqyapti. Ya'ni bu guruhvozlikka olib keladi-da. To'g'ri. Bu mahalliychilikka olib keladi. Bu illat bizda aslida. Rahbar bo'lib o'tdimi, u joyda ham demak ish bo'lgan qandaydir ketyapti, o'sha kimdir o'ziga yuklatilgan ishini qilib boryapti. Yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. U xohishiga qarab, qosh-qovog'iga qarab ishlamaydi. Hozirgi agar shunday bo'ladi, ketayotgan bo'lsa, bu shun salbiy illat, buni to'g'rilash kerak. Ya'ni rahbar borgan vaqtida otasi yo xolasidan qolgan xususiy ishxonaga bormayapti-ku, xususiy idora bo'lsa gap yo'q, u o'zing nima biznes bilan bog'liq, o'zing qaraysan, ertaga zarar bo'lsa ham o'zing ko'rasan. Lekin seni xohishlaring oqibatida vez komandani o'zgartirsang-da, bundan agar nima deydi, ish orqaga ketadigan bo'lsa, zararni davlat ko'radi. Xalq ko'radi zarar. Bunga hech kimning haqqi yo'q. Mana shu yondoshuvda mana shu yerda bizda muammoda. Bu noto'g'ri deb qaraysiz-da. Ya'ni o'zini mutaxassisi bor, ishini tortyaptimi? Sen xohlasang, xohlamasang kechirasan, u o'zini ishini qilyapti. U men xohlamadim, ketasan deyish u noto'g'ri-da. Mana shu stereotipdan qutulish kerak. Mana bizda davlat xizmatidagi asosiy
bir nechta muammoli illatlar bo'lsa, o'shalardan bittasi shu. Hozir siz gapingizni eshitib o'tirib, bir savol anaqamdek kelib qoldi. O'zi kun tartibida bu savol yo'q edi. Qachon sizda shunaqa bo'lgan, ish bilan, amal bilan va umuman o'sha davlat strukturasi bilan bog'liq qaysidir vaziyatda eng qo'rqqan holatingiz qachon bo'lgan? Va qanday holat bo'lgan? Davlat xizmati bilan bog'liq qo'rqqan Mana siz oldingi ish joyingiz, deputatligingizda va hozirgi ish joyingizda sizda bo'lganmi qandaydir qo'rquv? Qaysidir daqiqa, soniyalar, momentlarda sizni gapirgan gapingiz, ishingiz orqali kimdandir nimadir eshitgan tahdid masalasida? Endi qo'rquvlar bo'lib turadi, yo'q emas. Endi uni bildirmaysiz birinchi. Shu narsa mani atrofdagilarimga zarar keltirar ekanda degan xavotir, qo'rquv dastlab bo'lib, keyin mani g'azabimga sabab bo'lgan. Masalan, bunaqa holatlar ko'pku. Bittasini misol aytsam, deputat vaqtimda saylov okrugimda shu namunaviy prezident qarori asosida qurilayotgan uylar, muhtoj oilalarga qurilayotgan uylar, odamlar pulni to'lagan, kredit olgan, pullar o'tgan, lekin bitmagan edi uylar shu. Ancha vaqtdan beri bitmay, odamlar juda sarson bo'lgan edi. O'shanda shuni ketiga tushib, mana saylovchilarimiz 2-3 oy janjal qilib tepasida o'tirib bitirgizdirganman. O'shandan keyin menga nisbatan nimalar boshlanib ketdi. Har xil yo'l bilan bosim, men yordam bergan tadbirkorlarni qiynash boshlandi boshqa. Prokuraturada ishlaydigan bir inson qilyotdi. Keyin u kishiga ogohlantirdim, yaqinlari, uni katta amaldor qarindoshi bor dedi. Prezident administratsiyasida ishlayotgan u kishiga bordim, aytdim. Ya'ni men qonundan o'zimni majburiyatdan kelib chiqib qildim ish, lekin bu kishi shaxsiy adovatga olyapti. Ya'niki u kishini shunaqa qanaqadir bizneslariga putur yetdi bu yerda nimadir. Va shunda bu bizni o'rtadagi ziddat 1 yillar davom etdi shekilli. Shu vaqtda meni atrofimda rosa jabrdiydalar ko'payib ketdi. Ya'ni men yordam bergan tadbirkorlarni olib borib tiqib qo'yish, menga qarshi ko'rsatma. Men to'xtamadim, ketaver. O'shanda bir marta shunday bo'ldiki, meni qarindoshlarim, yaqinlarim ushlab olib, ya'ni ko'chada ketayotganda yoshi katta qariya insonni yo'l to'sar o'g'rilar ushlab olib, pichoq taqab, pul so'rashmaganda Rasul ishdan bo'shasin, ketsin deb shu talabni qo'yishgan. O'shanda men haqiqatda bir marta qo'rqqanman. Ya'ni men bunaqa narsa faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylar edim. Ularni qo'rqib ketganini ko'rib, men ham qo'rqqanman ochig'i. O'shanda ya'niki nahotki men o'zim shu ishim yuzasidan mana shunaqa qilib kurashib harakat qilib yursam-da, bular nega uni qarindosh, oila darajasiga o'tkazib yuryapti? Bir nomardlik, erkakchilikka to'g'ri kelmaydi-ku deb mana shunaqa ancha vaqt o'ylanib yurganman. O'shanda bir qo'rqqanman to'g'risi. Keyin qanday tinchlanib ketdi bu voqea? Shu ishni qilgan odam ishdan ketdi. Shundan keyin bosildi. Ketmaganda davom etdi. U o'zini qilmishlari uchun ketdi. Boshqa qilmishlar. Endi buni ko'pchilik bildi, boshqa tagiga yetdi bu narsalar. Ommada ham chiqdi, keyin sudlar, boshqalar bo'ldi va alal oqibat o'sha jabrdiyda bo'lgan hammasi oqlandi, chiqdi, boshqa bo'ldi. Lekin meni ko'p umrim ketdi, asabim. Shunda haqiqatan men masalan, yaqin insonlar shunchaki menga qarindosh yo men bilan qanaqadir oilaviy munosabat bo'lganligi oqibatida ularga zarar yetib qolishi meni qo'rqitgan. Siz o'zingizni hozirgi ishlayotgan sohangizda va undan tashqarida ijtimoiy, siyosiy mavzularda gapirayotgan gaplaringizni qanchalik darajada filtr qilasiz? Chegara qayerda? Qanaqa o'ylaysiz, qanaqa tutasiz? Mana shu gap haqida, mana shu narsa haqida gapirishim mumkin, mana shu narsa haqida gapirishim mumkin emas degan chegaralar mavjudmi? Endi hech kim menga chegara belgilab bermagan aslida, lekinki masalan men ham amalda ko'rib yurganim, tahlil qilayotganim ishlardan kelib chiqib, qayerda chegara to'xtash mumkinligini men ham bilaman. O'zim uchun biladiganim, masalan, men davlat rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlarni yomonlashni boshlasam, asossiz salbiy buni ko'rsatishni boshlab, to'g'ridan to'g'ri shaxsiga o'tishni boshlasam, bu men uchun chegara. Men qamalaman, yo'q bo'laman. Masalan, men shunday o'ylayman. Shu chegara misol uchun. Boshqa holatda, masalan, kimnidir shaxsiyatga o'tib, unga nisbatan haqorat, tuhmat, mana shunaqa bo'xtonlar qilish ham chegara. Ya'ni o'zi qonunda aniq ko'rsatilib qo'ygan chegara. Yo'q, tushunarli. Bundan tashqari shu, endi bizda amaldorlar prezidentning g'azabidan qo'rqadi-da. Ular qonundan qo'rqmaydi, prezidentdan qo'rqadi. Topshiriqni bajara olmabdi degan gapni eshitishdan qo'rqadi shuning uchun. Endi O'zbekiston sharoitida men ham qamalib ketishni xohlamayman. O'lib ketishni ham xohlamayman. Men ham yashagim keladi va bir vaqt o'zida yashaganda ham vijdonga qarshi chiqmay yashashni xohlayman. Qamalib ketish hadiki sizda bor baribir, to'g'rimi? Chunki juda ko'p bo'lganda bunaqa urinishlar to'g'risi. Masalan, shu yaqin kunlarda ham meni ogohlantirishdi. Mana shu daraxtlar masalasidan keyin Toshkent shahrida mana 174 ta daraxt kesib, buni yopishmoqchi bo'ldi. Qattiq, lekin men turib oldim.
katta riskka bordim, qo'ydim masalan. Masalan, shahar hokimiyatidagilar shu ishni qilgan ekan, boshqa. Uni ortida kimlar turibdi, men uni bilmayman. Menga aniq chiqib aytishdi. Sani dabro'yini olishdi, yaqinda qamalasan deb. Bunaqa gaplar ko'p bo'lib turadi. Aytyapman, qonunni buzmadim, boshqa qilmadim-ku dedim. Xullas hushyor bo'lib yurdi, haqiqatdan qarab yurdi. Atrofimda odamlar paydo bo'lib qoldi, har xil. Oshxonaga borsam ham yuradi ketimdan, u yerga borsam ham yuradi. Keyin majbur mashinalarimni kameraning tagida qoldiradigan, shoferni ham ogohlantiradigan bo'ldim. Nimadir tashlab qo'yishlari mumkin ekan. Shunga hushyor bo'laylik deb. Yolg'iz yurmaslikka. Ya'ni bunaqa holatlar bu oxirgisi, misol yilda 1-2 bo'lib turadi. Men o'sha masalani ko'rgandim. Men o'zi intervyumizda ham shu bo'yicha savol bor edi, hozir ochilib qoldi. O'sha 174 ta daraxt kesilgandan keyin siz hokim o'rinbosari bilan ozgina anaqaga ham bordingiz, to'g'rimi? Yo'q, u kishi bilan ziddiyatga bormam. Shunchaki u kishini shu ishni boshida turganligini, faktini keltirdim xolos. Bu yerda qanaqa, masalan, mana 174 ta daraxtni kesilishi qanaqa bo'ladi? Masalan, men tushunmaydigan odamga tushuntirib bera olasizmi? Misol uchun 174 ta daraxtni kesilishiga rus tilida deganda dabro beradigan odam kim bo'ladi asli? U zam hokimmi kuchi yetmasa kerak bu narsaga. Demak, shu kimdir bergan bo'lsa kerak-da, zam hokimdan ham qudratli kimdirki, qattiq g'azablantirgan yoki zam hokimni o'zi qilgandir, men uni bilmayman. Lekin fakt shu, bizni xodimlar o'rganganda ham, borganda ham, u yerdagi odamlar ham shu kishini ko'rgan, shu kishi topshiriq berganligini, shu ijrochilar ham misol uchun aytishdi, faqat qo'rqib turishdi, u odam boya tarqalgan video shularni, shu insonnikida, audiomda kesib tashlaring degan. Balki shunaqadir, men u kesib tashlaring degan aynan ko'rmaganman. Endi demoqchi bo'lganim, buni maksimal yopishga harakat qilishdi. Masalan, shuni yopib bo'lib ketganda, bu shahar ma'muriyati, hokimiyati ham odamlarning oldida noqulay ahvolga tushmagan bo'lar edi, shov-shuv bo'lmagan bo'lardi, odamlarning kayfiyati buzilmagan va hokazo. Odamlarda masalan norozilik ba'zi bir odamlarda balki paydo bo'lmagan bo'lardi. Shu narsaga misol uchun men sababchi bo'lib qoldim, qo'pol aytganda. Menga yopishga harakat qilganim bilan men yo'q, buni yopilmaydi, buni ko'rsatishimiz qachongacha bu davom etadi. Bizni xodimlarga nisbatan bo'lgan tazyiqlar va eng qizig'i bo'lasizmi? Prokuraturani vakillarini ko'z oldida bo'lganda bu ishlar. Shundan keyin men jahlim chiqdiki, odamlar ekologik holat bo'yicha ekologiyadan shu jumladan bizdan izoh so'rayapti. Nega qaramayapsan deb. Biz qaraymiz desak, mana bu ahvol. Ya'ni odamlar bilsin buni. Ishlaymiz desa qo'ymayotganligini va hokazo degan maqsadda juda katta riskka borsak ham buni qo'ydik. Endi uni ortidan keyinchalik yana nimalar ichkarida bo'lgan, men xabarim yo'q, lekin menga shu ba'zi insonlar chiqib tashlab ogohlantirishdiki, shunaqa holat xullas rasulda. Keyin endi mayli nima qilamiz dedim, ilgari ham bo'lgan bunaqa. Men internetda trollar aktivlashib qolganligidan bu narsalarni sezaman. Ya'ni ular qayerdan, qaysi idoradan, qayerdan anaqa buyruq olishlarini, yozishlaridan boshqadan sezib turaman. O'sha ommaviy qoralash kampaniyasi boshlandi. Bir 5-6 ta odam bor o'zi. Uni yozishi, uni pozitsiyasiga qarab, ular o'zi qayerga ishlashi aniq. Shundan bilib olaman, demak yana shu boshlanibdi deymiz. Endi vaqt kerak o'tib ketishiga. O'zi nima uchun mana qarang, shuncha ish qilinsa ham mana shu daraxtlarning kesilishini to'xtatib qolishi iloji yo'q. Men ozgina intervyu tayyorgarlik ko'rayotganimda sizni Telegram kanalingizda ham kuzatib chiqdim. Misol uchun deyarli har hafta qanaqadir daraxt kesilgani haqida ma'lumot bor-da. Bu shu qurilish kompaniyalar va qurilish sohasidagi lobbi shu darajada kuchli ekanligidanmi? Juda ham katta pul aylanishi u yerda, juda ham lobbi qudratli odamlar bo'lishi, shunaqa, shu uchun buni to'xtatib bo'la olmaydi. Masalan, menga shunaqa tuyuladiki, daraxt kesilishida ekologiya vazirligi ham, Toshkent shahar hokimligi ham ojizdek. Ya'ni uni lobbi qilayotgan odamlarning oldida. Balki bo'lishi mumkin. Asosiy muammo o'sha lobbi qilayotganlar qadriyatsiz odamlar ekanligi. Ya'ni shaxsiy manfaat, boylik turgan vaqtda hech qanaqa qadriyati yo'q. Masalan, hozir daraxt kesib tashlayaptimi? Ya'ni mas'uliyatsizlikda bu hech narsa qilmaydi. Meni holim emas-ku deganday qarash. Ertaga unaqa qadriyatsiz odamlar minglab yurtdoshingni kimdir kelib otib tashlasa ham qarab turaveradi. Ya'ni shunaqa kuchlar lobbisi shakllanganligi bilan bog'liq, agar buni lobbi deb atasak. Va eng yomon davlat xizmatida ishlayotgan odamlar ham bunga ko'z yumishi, ularning ham qadriyatsiz insonlar ekanligi bilan bog'liq. Ya'ni biz qadriyatsiz, noqonuniy bo'lsa ham shu topshiriqni bajaraman, xalqingga zarar kelsa ham lekin senga ozgina foydasi bor soqqa degan gaplarga uchadigan shunaqa avlodlar tarbiyalanib mana shu davlat xizmatida ishlayotganligi bilan bog'liq.
bu narsalar bugun yo erta o'zgarmaydi. Masalan, men shunday o'ylayman. Ya'ni ekologiyaga nisbatan munosabat ham 5 yilda ham o'zgarmaydi. Afsuski. Nega? Chunki o'sha qadriyatsiz avlod, qadriyatsiz odamlar to o'lmaguncha, to ketmaguncha o'zgarmaydi. Avlodlar almashish bo'ladi, yangi avlodlar keladi. Ular yangicha qaraydi bu narsalarga. Ya'ni shuning uchun hozir asosiy masalani berishda ham qadriyat deganda nima nazar? Qadriyat bu qonunga itoat masalasida bo'lishi mumkin. Qadriyat o'zingni davlatingni manfaatlari, xalqingni manfaatlari, uni kimdir kamsitsa seni ham iching jizillashi qo'pol aytganda. Va qadriyat kelajakka nima qoldiryapmiz? Uni oldidagi mas'uliyat haqida. Shunchaki bugungi kun yashab hamma narsani so'rib, yeb, ichib, kelajakka hech narsa qolmasa ham menga bo'laveradi deb yashaydigan odamlar bu qadriyatsiz odamlarda. Lekin u odamlarni kelajagi bu yer bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin-da. Ana shuning uchun ham qadriyatsizda ular. O'ziga komfort boshqa joy topib ketaveradi. Dunyo keng. Ona yerda hali tabiat bizchalik yomon bo'lib ketmagan yaxshi joylar ko'p. Agar pul bo'lsa, u yergacha yetib borish mumkin, yashab yuraverish mumkin. Lekin hech qachon unutish kerak emaski, shu o'zini harakatlari bilan millionlab odamlar qiynalishga sabab bo'ladigan muhit yaratib qo'yganligi. Shularga sabab bo'lgan degan narsa uni yelkasida doim qoladi-da. Ya'ni eng bo'lmaganda o'layotganda 1 soat shuni o'ylaydi hech bo'lmasa. Odamlarda mana sizni ish joyingizga bo'lgan ishonchlilik darajasi qanchalik darajada baholaysiz? Qanaqa baholaysiz? Ekologiya vazirligi, umuman ekologiya tizimini odamlar qanchalik darajada qudratli va kuchli deb qabul qilishadi? Bu juda ham har xil, to'g'risi. Men endi ayrimlar bilan gaplashganda menga qabulimga ko'p kelishadi. Ayrimda korrupsionerlar ko'p sizlarda deb ham aytadi. Korrupsiya bormi ekologiya sohasida? Bor, albatta. Qanaqa bo'ladi u? Qanaqa formada bo'ladi? Masalan, oddiy misol daraxt kesish bilan bog'liqni olaylik. Ruxsat olib beradi yoki nima deb? Biz qanchalik qonunda o'sha daraxtni noqonuniy kesganlik uchun javobgarlikni kuchaytiryapmiz. Qiyinlashtirib, ya'ni zarar ko'payib ketsa, yana ham og'ir vaziyatga olib boradigan, misol uchun ertaga hozircha yo'q-ku endi, ertaga misol uchun daraxt kesganlik uchun qamaladigan darajaga qancha olib borganimiz sayin, misol uchun qonunda kuchaytirganimiz sayin korrupsioner ekologiya xodimlarini o'sha stavkasi ham oshib boraveradi. Ya'ni misol uchun ilgari oddiyroq jazo shtraf bilan qutuladigan bo'lsa, bir $500 bo'lgan bo'lsa, qo'pol aytsa, ertaga endi shtraf bilan qutulmaydigan o'sha qamoq darajasiga boradigan bo'lsa, u $1000 yo 10 mingga chiqishi mumkin. Chunki risk qattiq kuchayib ketdi deb turib. Va eng qizig'i bu nima bilan bog'liq? U birdan o'zidan o'zi stavkani men shuncha belgilayman demaydi, taklif qiluvchi tomon o'zi katta stavka bilan kelishni boshlaydi. U tushunadi. Qo'lga tushib qolsa, shunaqa og'ir jazo borligini bilib, o'zi stavkani ko'tarib yuboradi tabiiy ravishda. Biz endi bunaqa korrupsioner xodimlardan maksimal harakat qilyapmiz qutulishga. Qiyin narsami u qutulish? Albatta, bo'yniga qo'yish, uni o'sha vaqtda ushlash, bo'yniga qo'yish juda qiyin. Uni fakt bilan ushlamasangiz qila olmaysiz. Ya'ni korrupsion jinoyatlarda ham jinoyatni bo'yniga qo'yib berish, issiq vaqtida qo'lga olish juda qiyin. Lekin atrofda gap so'z ko'p masalan. Bitta misol shunaqa deb aytadiganlar bor. Ikkinchisi ekologiyachi qo'rqib qoldi. Masalan, ekolog xodimlarni ko'rsa, rangi o'zgaradiganlar ham bor. Nimaga? Oxirgi yillarda ommaviy axborot vositalarida, internetda bu masalani juda ko'p ko'tarayotganligimiz, olib borayotganimiz odamlarda ham miyasida o'tiryapti-da. Tasavvurlarda sal o'zgartirishga sabab bo'ladi. Ijobiy tomonini aytishim kerak, men misol bu joyda to'g'ri aytishim kerak. Bundan 5 yil oldin balki odamlar shunchaki qo'rqmay ham daraxtni kesib yuborgan bo'lishi mumkin. Mahalla raisi aytsa, yo hokim aytsa, kesib tashlavergan bo'lishi mumkin. Lekin hozir unaqa emas. Hozir juda qattiq jarayon bu. Qo'rqib qolgan, ya'ni axborot dunyosidagi vahima va ekologlarni ko'payib borayotganligi, aktivistlar va ularning ovozi yildan yilga qattiq jaranglab chiqayotganligi qo'rqitib qo'yadi-da. Bizda odamlar gap so'zdan yomon qo'rqadi-da. Ya'ni o'shani vahimasi ularda ham ancha jilovlab turibdi-da. Men shunga xursand bo'laman. Ya'ni ozgina bo'lsa ham munosabat o'zgarib boryapti, qo'rqishyapti ular. Hozir ushbu suhbatimizdan bir savol kelib qoldi. Siz endi bu bo'yicha munosabat bildirganmisiz yo'qmi? Shunchaki sizni fikringizni so'ramoqchi edim. Tadbirkor Murod Nazarovni bir yil oldin bir fikrlari juda anaqa bo'luvdi. Ma'lum joylarga daraxt ekish evaziga ba'zi ma'lum joydagi daraxtlarni kesishga ruxsat berish kerak degan fikr aytgandilar. Siz ko'zingiz tushganmi, tushmaganmi? Ko'rganman. Ya'ni aytilgandiki, masalan, Olmazorda bo'ladigan bo'lsa, Olmazorda qaysidir joyda daraxtlar bor, u yerga qurilish bo'ladigan. Shu yerdan 50 ta daraxt turgan bo'lsa, uni kesish kerak. Lekin Olmazorda shu boshqa joyida mayli 100 ta daraxt eksin o'sha odam. Shunaqa qanaqadir o'rin almashtirish bo'lsin degan taklif bergandilar bir tadbirkorlar bilan uchrashuvda. Qanaqa qaraysiz shu taklifga? Buni hozirgi avlod bilan qilib bo'lmaydi.
buni Germaniyada qilish mumkindir, Yaponiyada qilish mumkindir. Ya'niki qadriyatlar bilan yashayotgan joylarda. Ya'ni ular ekologik masalani chamadon pul olib kelmaysizmi? Yo'q. Men o'zimni nimamga qarshi keta olmayman deb ular, ya'ni haqiqatdan o'sha kesish mumkin bo'lgan joyda o'sha qonun ruxsat bergan darajadan foydalanib qilib amalga oshiradi. Lekin bizda ozgina lazeyka bering, hamma yoqda rasvot qilish. Bunga ruxsat berish bu o'zi lazeyka va yakunda o'sha taklif ham ishlamaydi. Ishlamaydi, bu suiiste'mollikka olib keladi. Birinchi navbatda hukumat a'zolari, hukumatda ishlayotganlar o'zlari suiiste'mol qilishni boshlaydi. Hokimiyatlar o'zlari suiiste'mol qilishga boshlaydi. Va shundoq ham eng ko'p daraxtlar kesilayotgan, bilinmagan holda yo'q bo'lib qolayotgan joylar bu yopiq protokollar, yopiq qarorlar asosida bo'layotgan joylar. To'g'risi, masalan, mana shu Surxondaryo yo Qashqadaryoda o'tgan yilmi yo bundan oldingi yilmi prezidentning moratoriy farmoni talabi aniq turibdi, unga zid ravishda bir bosh vazir o'rinbosari protokolga qo'l qo'yib beryaptilar. Kesishga ruxsat berasan deb topshiriq qilib. Masalan, bizni vazirlikka yana bir ikkitalarga tushyapti-da. Men aytaman, bu bosh vazir o'rinbosari o'zini prezidentdan ham katta deb o'ylaydi deyman-da. Ya'ni ochiqchasiga shuni yana uni yopiq qilib yuboradi-da. Va bu juda og'ir vaziyat bo'ldi. Biz rad qilyapmiz. Bu yoqdan, "Sen menga bo'ysunasan, davay" deb nima qilib yotibdi. Keyin yaxshi odamlar sekin-asta buni o'zi joyida endi boshlamoqchi bo'lib, kesish harakatlariga tushgan paytda odamlar bilib qolib, bu ommaviy ko'tarilib, e'tirozlar paydo bo'lgandan keyin to'xtadi bu jamoatchilikda. E'tirozlari sabab keyin to'xtadi, shu amalga oshmadi. Shuni hisobidan biz adashib 30-40 mingta daraxt saqlab qo'yganmiz. 30-40 ming? Shu atrof, yoki 70 ming bo'lmasa, juda ko'p daraxt. Ya'ni bitta shunchaki nima uchun u daraxtni kesishmoqchi bo'lishgan? Yo'l qo'shmoqchi bo'lganda. Bizda eng qizig'i cho'l joylarda ham shuncha cho'l joy turibdi, o'sha yerdan qilsa bo'ladi. Yo'q, lekin aynan daraxtli joylashgan joyga loyiha qilishyapti. O'sha yerdan kesamiz. Men tushunmayman shuni. Bu mebelchilarning lobbisiga uchganmi bular ham deb tushunarsiz-da, ekologiyani tushunmaydigan odamlar qo'l qo'yadi-da ba'zan, yozadi qarorlarida. Ekologiya harfini tushunmaydigan odamlar. Masalan, gap bo'ling. Menda uzr kelib qoldi. Masalan, mana Chirchiq daryosi, to'g'rimi? E'tibor bergan bo'lsangiz, Chirchiq daryosi hozir daryo holi qolmagan, u ariq bo'lib qoldi. Juda ham. Va eng qizig'i, bu Chirchiq daryosi Toshkentni ichimlik suvi bilan ta'minlaydigan basseyn bu. Yerosti suvlari ham shunga bevosita bir-biri bilan bog'lanib turadi-da. O'sha daryo hozir ariq holda, ancha tushib ketgan pastga. Yillar davomida qazib yotishibdi. Har xil joydan qazyapti, shag'alga u yoqqa. Shag'alga tashlab. Hatto Qozog'istondan kelgan mutaxassislar hayron qolishyapti. Bularda ham bor daryo, lekin tog'da toshlarni maydalab shag'al qilib ishlatadi-da. Sizlar bu ekologiya to'g'ridan-to'g'ri dushmanlik-ku, nega bunday qilyapsizlar deb. Hatto bitta bizda bor, adashmasam, dunyo bo'yicha shunda daryo bo'yidan shag'al olishmi? Shag'al olish. Boshqa joylarda yo'q deyarli. Endi men bilganim. Bizda butun O'zbekistonda shunaqa. Bizda uyimizda Norin daryosidan ham shag'al olishadi. Endi qarang, bu nimaga olib kelyapti? Shu uzoq yillar davomida olganning hisobiga suv sathi ham pasayib ketdi. Chirchiq daryoning atrofi chiqindixona bo'ldi. O'sha joyda kovlaydi, o'rniga kelib chiqindi tashlaydi. Eng qizig'i, o'sha chiqindi suv yer ostidan siz ichadigan suvga boradi. Ertaga ommaviy epidemiya bo'ladi, kasallik tarqaydi, avlodlar genofond ayniydi va hokazo. O'zimizga dushmanlik qilyapti. Nima bo'ldi? Bu shuni men aka shu nima vazirimiz 23-yillarda adashmasam, shu masalani qayta ko'tardik, muhokama qildik va mana shu O'zbekistonda 6 ta daryoni, shu jumladan Chirchiq ham bor, keyin 7 ta bo'ldi. Sirdaryoni ham qildik, keyin Sirdaryoni hozir yechib tashlashdi yana. Shu daryolarga prezident farmoniga asosan moratoriy e'lon qilindi. Katta kurash harakat bilan, ya'ni bo'ldi, qum shag'al olish to'xtatiladi bu yerda. Va uni reabilitatsiya qilish bo'yicha topshiriq ketdi. Dastur ishlab chiqib, endi nechidir yil davomida daryoni reabilitatsiya qilishimiz kerak, davolashimiz kerak qo'pollikka. Pastki qismlarida olish mumkin bo'lgan joy bordir, lekin yuqorilari mana shu Toshkent atrofi, mana shu qarasangiz bomba tushganday bo'ldi. Shunaqa. Endi nima qildik? Biz uni daryoni o'ziga qaytarish, o'nglashimiz kerak deb moratoriy qilib, uni qancha muhofaza qilib, bu yoqda harakat qilib yotibmiz. Bu yoqda suv xo'jaligi yo'nalishidan boshqa qaror chiqyapti, prezident qarori o'tgan yili. Bizni vazirlik bilan kelishilmagan ham. Ular aynan daryoni ichini, atrofini tadbirkorlarga beringlar degan qaror chiqardi. Endi hozir ular ommaviy baliqxona qilaman, kimdir yana bir narsa qilaman deb yotibdi-da, biz shuncha kurashib yotibmiz bu yoqda, buni saqlab. Bu yoqda lekin ya'ni lobbistik qarorlar ham ko'p-da. Bu yoqda bular uytamiz, bitamiz deb shuncha qilayotgan ishimiz qo'pol aytganda bir tiyin bo'lyapti-da. Mana kulgili shunaqa ishlar ham bor. Men aytaman, bu qarorni yozayotgan odamlarning qadriyatsizligi bilan bog'liq. Ular kelajakda ham o'ylamayapti.
boshqa ham. Ertaga mana shu agar Chirchiq daryo qurib qolsa, shahar, Toshkent shahar ham quriydi. Daraxt ham quriydi, suvsiz ham qoladi. Shuni unutmaslik kerak. Bu bizni nimamiz, obi hayotimiz. Bu Chirchiq daryo bir obi turkam deb atalgan qadimda. Lekin turkni ana suvi deb. Hayot manbai hozir uncha his qilishmayapti, lekin yillar o'tib sekin-sekin odamlar sezishni boshlaydi. O'ylaymanki, shu qaror yozayotgan kattakonlar ham o'zini hayotida, o'zini bolalarini kasal bo'lishida buni misolda sezishni boshlasa, shunda qarashni boshlasa kerak. To'xta, nima bo'lyapti o'zida? Ungacha anaqa yuribdi. O'zi qanaqa yuz beradi? Masalan, ekologiya vazirligini vakolatlari qanaqa? Aynan masalan daraxt masalasida so'ramoqchiman. Masalan, men bu yo'l bo'yidagi bitta uyimni qarshisidagi daraxtni kesmoqchiman, misol uchun. Qanaqa yuz beradi uni mezonlarini? Men nima qilaman birinchi bo'lib? Davlat xizmatlari markaziga borasiz. Anaqa berasiz. Buyurtma berasiz, ariza. Kesmoqchiman deb. Kesmoqchiman. Asos keltirasiz. Berasiz arizani. Keyin u bizni viloyat yoki shahar boshqarmamizga keladi. Boshqarmada shu aynan shu yo'nalishdagi mutaxassis bor. O'z nimangizni, buyurtmangizni olib joyiga chiqib o'rganadi. Nima uchun kesmoqchisan daraxtni? Qurib qolganmi? Qaraydi, qurib qolmagan bo'lsa, uzr, og'ayni, men xohlasang ham kesishga ruxsat bermayman deb rad javob beradi. Qurishdan boshqa hech qanday sabab asos bo'la olmaydi buni kesishga. Yo'q. Asos bo'la olmaydi, shuncha rad qilinadi. Unda umuman buyurtma ham bermaslik kerak ekan qurimagan bo'lsa. Yo, nega berishyapti-ku? Hozir bizni qora bozorda o'sha daraxtlar tagini, tomirini teshib, dorilar chiqib ketgan, shuni quyishadi, qisqa muddatda qurib qoladi daraxt. Keyin kesishadi. Keyin kesishadi. Yaxshigina Toshkentda qilib yotishibdi-ku shu ishlarni. Xo'p, qarang, masalan, qayergadir biror bino qurishmoqchi bo'lsa va u yerdagi 100 ta daraxt kesilishiga ruxsat berilgan. Shu ruxsat qayerdan berilgan? Vazirlikdanmi? Yo'q, vazirlikka unaqa ruxsat berish vakolati Yo'q, berilmagan. Yo'q, ana bunaqa qurimagan daraxtga ruxsat yo'q kesishga kategoriyasi. Faqat o'ylab topildi bitta manyovr. Bu hali davlat xizmatida yo'q, ko'chirishga degan. Uni kesmaymiz, ko'chiramiz degan shunaqa lazeka o'ylab topishdi. Shu bu lobbistlar lazekasi aslida. Korrupsiyani ham shu keltirib chiqaryapti aslida. Endi nima qiladi? Xo'p, shu buyurtma bergandan keyin, bizni mutaxassis chiqqandan keyin buyurtma bergan odam botanika institutidagi dendrolog olimlar bor. Daraxt tushunadi. O'shalarning xulosasini olib keldi, kelib ko'rib chiqadi-da, ko'chirsa shu yashab ketadimi, yo'qmi degan ular ilmiy xulosa beradi. Endi bilmayman, uni oladi xulosani. Ular bu ko'chirsa, bu yashab ketadi degan xulosani bersa, biznikilar olib, uni xo'p rad qilmaydi-da, agrotexnik talablarga muvofiq ko'chirish tavsiya qilinadi deb beradi. Bu ruxsat, o'zi qonunchilikda ruxsat degan narsa yo'q. Ya'ni ko'chirishga ruxsat davlat xizmatiga kirmaganda haligacha. Endi shuni men aytyapman, misol uchun. Raz baribir ko'chirib yotibsizlar. Raz ko'chiriladigan bo'lsa, kelinglar shuni tartibli qilaylik. Kim ko'chiradi? Qanaqa texnikasi bo'lishi kerak? Masalan, hozir uzr-ku, ana restoran ochgan tadbirkor ham ko'chirish bilan shug'ullanyapti-da, qo'pol aytganda. Uni dendrologi bo'lishi kerak, daraxt tushunadigan odamlar ko'chirsin, boshqa deb. Shunaqa bu davlat xizmati bo'lmaganligi uchun ko'chirish masalasi faqat bosim orqali, davay ruxsat berasan boshqa deb qilinayotganligi sababli bosh keti yo'q, shunaqa ishlar ketyapti. Ko'chirgandan keyin qurib qolsa unga javobgarlik bormi? Bor. Kesgan bilan baravar javobgarlik bor. Ko'chirilgandan keyin 3 yil davomida u qarash kerak. Xo'p, sizlarning tajribalarda hozir Toshkentda oxirgi 1 yil yoki yarim yilda ko'chirilgan daraxtlar yashayaptimi? Yashayotgani ham bor, yashamayotgani ham bor. Qurib ketganlari ham bor. Bor. Qurib ketgani bo'yicha vaqt-vaqtida monitoring qilib prokuraturaga beriladi. Ular jinoyat ishi ochib, zarardan kelib chiqqan holda chora ko'rishadi. Umuman, men sizga qiziq amaliyot aytaman. Masalan, Toshkent shahar, Toshkent viloyatlarida bir ikkita holatlar bo'ldi. Uni shu tadbirkorlar, fuqarolar o'zlari o'z boshimcha ko'chirib qo'ygan. Unga hech kim masalan tepadan topshiriq bermaganda, o'zi nimadir qurmoqchi ko'chirgan. Biz uni kesgan bilan baravar darajada zararlarni hisoblab prokuraturaga oshiryapmiz. Prokuratura o'sha zarar bo'yicha unga chora ko'ryapti, jinoyat ishi ochyapti boshqa. Xuddi shunaqa holat masalan Kosonsoyda bo'ldi. Shu vodiyda. Farg'onami? Namanganda. Kosonsoy. Uzr, Kosonsoy emas. Quvasoyda. Quva Farg'onada. Quvasoyda bo'ldi. Quvasoy hokimi ham 1 yil oldin tashkil qilingan anaqa park oldindan daraxtlar bo'lgan. Odamlar uchun tashkil qancha xarajat qilib byudjetdan park tashkil qilgan. O'sha parkni 1 yildan keyin buzib o'rniga dom qurmoqchi, nimadir qilmoqchi. Shuni tasdiqlashibdi xullas. Topshiriq beryapti ekan u janob
ko'chirib tashlayveringlar deb. Hech qanaqa ekologiyadan so'ramayapti ham boshqa. Bir 50 tami nechtadir daraxtni shunchaki o'z boshimcha ko'chirib tashlagan. Men uni eshitdim. Bizdan ketdi, inspektorlar bordi. Hamma hujjatlarni to'pladik. Men aytyapman, yondashuv bir xil bo'lsin. Bu kesish bilan barobar ruxsatsiz ko'chirganmi? Ko'chirilganlar quriganmi? Endi o'sha paytda ko'chirgan vaqtida hozir qurib qolgan bo'lsa kerak, endi bu yil boshida bo'layotgan holatda. Masalan, bir hafta 10 kunda qurdi, qurmadi, uni bilib bo'lmaydi. Uni vaqt o'tib biladi. Keyin ko'chirildi. Zarar hisobladik, hujjatlarni beryapmiz idora prokuraturaga. Keyin men so'rayapman, nima bo'ldi? Nega jinoyat ishi ochmayapsiz? Yo'q deydi, bu deydi ko'chirib qurib qolmabdi-ku, deyapti-da. Baraka topkur, bu ruxsatsiz, uni kesding nima, ko'chirding nima, ruxsatsiz qilyapti, uni hech qanaqa anaqasiz qilyapti. Shuncha daraxt xalqniki juda katta hudud bo'lganda, katta daraxtlar. Yo'q, Rasul aka deydi, bu deydi ko'chiribdi deydi, shuning uchun biz hozir ko'chirganlik, ruxsatsiz ko'chirib qo'yganlik uchun jarima qilyapmiz. Hali zarar aniq emas, biz beryapmiz-ku zarar. Yo, u yashab ketishi mumkin-ku deb o'sha anaqa hokimga advokatlikka o'tib ketib qolyapti. Eng qizig'i, u umuman javobgarlikka tortilmadi hokim. U qaysi o'rinbosarini jarima qilishi shekilli. Adashmasam. Lekin shu holatda bizni boshqa joylarda mana tadbirkor oddiy fuqarolar qilsa, как положено javobgar qilinganda. Ya'ni yondashuv qonunlarni qo'llashda haqiqatda ikkiyuzlamachilik bor, ikki xil hierarxiyaga qarab, kim balandroqda bo'lsa, lavozimdagi odamlar uchun yengil jazo, unga prokuratura, boshqa idoralar ham advokatlik qilib beradi. Orqasida hech kim yo'q, oddiy fuqaro bo'lsa, bu jazolanadi. Yana qiziq holat aytaymi? O'tgan yili bitta mana Chirchiq daryosi bo'yi atrofida mana reydlar ketyapti. Men dam olish kuni yurganimda qarasam, shu noqonuniy shag'al kovlab, drabilka ishlatish bilan bandda endi mazaq ishlayapti. Mumkin emas aslida. Orqasida hech kim yo'q, tadbirkorlar hammasi ishini to'xtatgan. Zo'ravonlar bor, katta-katta palonchining jiyaniman, umuman bunman deb bizni xodimlarni ham haydab boradi, hech kimni tan olmaydiganlar bor. Shulardan bittasi ishlayapti-ku, endi men ham bilmabman endi shu borib chiqib qoldimda. Keyin ichki ishlarni chaqirdim, boshqa qildim, bu yerda o'g'irlik bo'lyapti deb hammasini qayd qildik. Texnikani tashlab qochib ketdi, hammasini. Xullas hujjatlashtirdik, qayd qildik. Zarar juda ham katta zarar chiqdi. 100 milliarddan tepa xullas. Endi dabdasini chiqarib tashlagan. Gektar joyda o'pirib, uni kelgusi avlodlar hali buni ko'p jabrini ko'radi. Zarar hisoblab materialni oshiryapmiz. Yakunida nima bo'ldi? Yakunida o'sha joyda men bilan chiqqan xodim, inspeksiya xodimi ishdan bo'shadi. Voy. Nimaga desangiz, men prokuraturaning vakillari bilan gaplashyapman, asosiy o'g'riga chora ko'rmaysizlarmi? Aka deydi, sizdagi o'sha sizni xodimingiz sovuqqonlik qilganligi uchun shu yerda o'g'irlik bo'lganda shuncha vaqt. Oldinroq bilish kerak edi, deyapti. Oldinroq bilgan, u necha marta borganda uni haydab chiqarib yuborishgan. Uni hokim ham hamma biladi. U zo'ravonga hech kim kuchi yetmasdi. Halol oqibat shunday bo'ldiki, u xodim bo'shab ketdi. Uni o'zini taqashdi burchakka, rangi oppoq bo'lib keldi. Rasul aka, meni mana shunday qilishyapti. Men ilojsiz vaziyatda qoldim. Qancha tushuntirmay, farqi yo'q, ularning qo'lida vakolat, xolasa qamab qo'yadi. Xolasa boshqa, ya'ni davlat bergan vakolat imkoniyatni ishlatyapti. Endi nima deysiz endi? Ular ham o'zi xohlagan uchun qilmayapti aniq. Keyin menga bir ikkitasi kelyapti. Rasul aka, tanlang. Siz jonga tegdingiz, deyapti. Chiqmang shu yoqqa deydi. Chiqmasligi uchun nima qilaylik? Kulayib o'tiribman. Amal kerakmi, pul kerakmi, qilib beramiz. Faqat borma shu yoqqa deydi. Endi juda katta odamlar bular, to'g'risi. Kulgili sharoit. Men bitta ish qildim. Bo'ldi dedim, yana qolgan xodimlar ham men bilan bo'shab ketmasin deb, kamroq boradigan bo'ldim. Baribir kompromissga boribsiz-da. Ya'niki men ana shu xodim bo'shab ketyapti, olib qolamadim-ku. Uni oilasi bor, tirikchiligi bor. Men qonun ustuvor boshqaligini men aytarman, boshqa qilarman, lekin o'sha moment uni shunchaki qamab qo'yishsa ham men olib chiqa olmayman-da. Meni to'g'ri, men nima qilishim kerak boshqa? Sizni bu vaziyatda ayblash niyatida emasman. Hozirda O'zbekistonda mavjud bo'lgan ekologik muammolarning eng top 3 tasini sanab bera olasizmi? Nima bizani yaqin orada va hozirda katta ekologik muammoga olib ketyapti? 3 ta eng muammolisi. 3 ta deyapsiz. Bu birinchi navbatda suv muammo. Suv kamayib borayotganligi bu fakt. Ikkinchisi atmosfera havosi ifloslanib boryapti. Bu atmosfera havosini ifloslanishi, mana men o'zim o'tirgan davrada bolalar bilan masalan gaplashganimizda, fikr almashganimizda shunaqa ikkita fikr bor. Birinchisi bu joylardagi qurilishlar yoki o'sha mashinalar yoki boshqa sabab. Ikkinchisi shunchaki geografik joylashuvimiz. To'g'ri. Bu biz endi atmosfera havosini yomonlashish degan faqat Toshkent tushunishimiz kerak emas-da. Bu boshqa hududlarda ham shunaqa bo'lib yotibdi. Cho'llanish jarayoni keyingi muammo. Ya'ni cho'llanish kuchayib borayotganligi tabiiy ravishda chang to'zonni ko'tarishiga sabab bo'ladi shamol bo'lganda.
yog'ingarchilikni kamayib borayotganligi changni ko'proq turishiga sabab bo'ladi. Va Toshkent miqyosida aytadigan bo'lsak, Toshkentning geografik joylari haqida shunaqa bo'lib qolgan. Mana Qozog'iston Sarag'ash tumani bor, shu yerda juda ko'p issiqxonalar bor. Shu yerda ko'mir yoqsa ham Toshkent tepasida yig'ilib qoladi. Ular bilan gaplashsa bo'lmaydimi? Endi gaplashgan u boshqa davlat. Nima deysiz? Bu tagida mana ko'mirdan boshqa energiya manbasi ber menga deydi. Ya'ni u o'zini tirikchilik qilyapti-da. Xo'p, endi Toshkentda joylashuv shunday bo'lib qolgan. Endi shuning uchun ekologik masala anaqa chegara bilmaydi-da. To'g'ri. Markaziy Osiyo yagona bitta musht bo'lib, birga harakat qilsa nimadir o'zgarish bo'ladi shu hududda. Xo'p, endi demak, suv, o'sha atmosfera havosining yomonlanishi, ekologik muammo, cho'llanish kuchayib borayotganligi. Bu biz bu yillar davomida biz yangi ish o'rinlari yaratyapmiz boshqa va bu afsuski bu jarayonlar bizga bor mavjud ish o'rinlarini yo'qotishga olib kelaveradi yildan yilga. Mana shunaqa balans ketadi endi. 20 yildan keyin qanaqa ko'rasiz O'zbekistonda ekologik holatini? Men hozir to'g'ri shuni tasavvur qilgim kelmayapti. Yo'q-a? Yo'q, to'g'risi. Qanday ko'rishni xohlamayapman. Nima deb o'ylaysiz? Ekologiya vazirligi bugun o'ziga qo'yilgan vazifalarni bajara olyapti deb hisoblaysizmi? Harakat qilyapti, lekin odamlar xohlagandek bajara olmayapti. Nimaga? Sabab buni bajarishga anaqa. Qarang-da, men sizga yuqorida bitta misol aytdim. Masalan, daraxtlarni kesasan men qurilish qilishim kerak deb turib, protokol chiqib turibdi. Vazirlik, ya'ni vazirlik bo'ysunishi kerak bo'lgan odamlar shuni qilib beryapti-da, hukumat. Endi vazirlik hukumatga bo'ysunib turgan vaqtda kecha misol Toshkent shahrida ham o'sha ijro hokimiyat bitta bo'g'ini edi-da, uni kestirib yuboryapti-da. Biz Toshkent shahar boshqarmamiz hech narsa qila olmaydi ana hokimiyatga qarshi. Bo'ysunuv asosiy ekologik qonunbuzarlik qilayotgan organning o'ziga bo'lgandan keyin. Oyoq qo'li bog'langan bo'ladi. Qo'pol aytganda shunaqa, ya'ni bu yerda institutsional bo'ysunuvni ko'rib chiqish kerak ekologiya. Masalan, parlamentga bo'ysunsinmi ekologiya yoki prezidentga bo'ysunsin? Shunda hech kim aralasha olmaydi. Shunda ta'sirlardan nisbatan nima muhofaza bo'ladi. Kechirasiz, hozir bizni kamiga mana 45 ta tumanda biz ekologiyamizni tuman bo'limlari hokimiyatlarga bo'ysundiramiz deb yotibdi hozir hokimlarga. Ular o'zi asosiy daraxt kesarlar o'sha bo'lsa. O'tganda Toshkent shahari 3 ta tumanida yashil makon bo'yicha hokimiyatlarga topshiriqlar bo'lib turadi, ana svodka berish kerak, kuniga nechta ekkanligini ana reyting qiladi bular. 3 ta tumanda bo'lgan, jumladan Yakkasaroyda ham. Bizning xodimlar shu ekilmagan daraxt bo'lgani uchun, ekilmagan ekdi deb bosib bermaganligi uchun ichki ishlar uyidan olib chiqib ketgan, borib tiqib qo'ygan bir joyga, bittasini ishxonasiga kirgizmagan, bosim qilib yotgan. Bu yoqda Toshkent viloyatida hokim endi yo'q daraxtni biz misol men qattiq turganman-da, men ham shu jumladan aytamizki, yo'qmi yo'q bosmalaring deymiz-da. U yolg'on beryapti-da tepaga. U nima degani? Borib, ko'rib nima bosadimi? Ekilgan, ekilmagan. Platforma bor-da. Platformada misol uchun masalan hokimiyatga ham 100 ta ekasan degan yuklatilgan bo'lsa, 100 ta ekish kerak. Bizning xodim borib ko'rib keladi. Kadastr, ya'ni 2-3 ta tashkilotlar bor-da, bosadi, ekildi, Mamutga ekildi, mana bunaqada. U keyin ekildi deb ketadi ba'zi anaqaga. Svodga ketadi. Endi bizni ekologiya xodim borib ko'rib shu 100 tani sanaydi, ekdimi yo'qmi? Qaraydi, u ekmagan bo'lsa uni bosmaydi-da, ekdi-da. Lekin bos deyapti. Bos deyapti-da, xullas. Ularga faqat yolg'on raqam kerak ko'rsatkich. Tushunyapsizmi? Shuni qilmaganligi uchun ana uydan olib chiqib ketadi militsiya bilan boshqa. Aytyapman, ana oson emas ana yerda ishlash bir tomondan. Endi shunaqa jarayonlar bo'ldi, keyin to'polon qildik, boshqa qildik, tekshiramiz dedi, prokuratura himoya qilib beramiz dedi. Men bilmayman yakun nima bo'ldi. Ya'niki yeb qo'yadi-da. Agar mana masalan hozir viloyatlarda, Toshkent viloyatidan bitta tumanimizda bitta ekologiya xodimimiz hokimga yoqmaganligi uchun ishdan bo'shatishga to'g'ri keldi. Tushunyapsizmi? Ish qo'ymayapti-da. Ishlamaysan deb turib olgan. Ijro hokimiyatining ta'siridan juda qutulish qiyin, tushunyapsizmi? Eng katta qonunbuzarlar, ekologiyaning dushmani hokimiyatlar. Xoliydimi yo'qmi? Ayrim hokimiyatlarni istisno qilganda 100% hammasi demak, lekin eng katta dushman o'shalar. Ijro hokimiyati o'sha hokimiyatlar nomer 1 ekologiyaning dushmani. Ekologiya vazirliginiki emas, muhitni yomonlashuviga sababchilar. Kamiga uni 45 ta tumanda biz ana hokimlarga bo'ysundirib qo'yar ekanmiz-da. Uje ekologiya vazirligidan boshqa aytganini qilmaydi, ularni aytganini qiladi. Endi tasavvur qiling, nima bo'ladi bu yerda? Shuning uchun bu mustaqil bo'lish kerak-da, ana manfaatlar to'qnashuviga olib kelish kerak emas. Men shu boshdan aytganman, shu g'oya ekologiya yo parlamentga bo'ysunishi kerak, yoki bo'lmasa prezidentga bo'ysunishi kerak. Agar ustuvor masala desak, shunda ana uni ta'siridan xoli bo'ladi. Bu birinchi bo'ysunuv nuqtai nazaridan. Shunga mos boshqa o'sha ta'sir qilib turayotgan omillarni uni
qanaqadir o'zini qonuniy vazifalarini amalga oshirishga erkinlik qo'yib berishga harakat qilish kerak. Qanaqa yuz beradi u? Masalan, agarda deylik, Ekologiya vazirligi prezidentga bo'ysunadi. Shunga o'tdi. Qanaqa yuz beradi bu? Hech kim sizga hech qanday bosim qila olmaydi, chiqa olmaydi. Yani bunday bo'ladigan bo'lsa, ana hukumat, hokimiyatlar yopiq protokollar chiqarib, "Men bajarasan" deya olmaydi. Siz yuqori turuvchingiz prezident. U kishidan tushishi kerak topshiriq. U yopiq protokollar qaysidir joyda daraxt kesildi, biz sababini bilmaymiz, shu yopiq protokol bilan kelgan bo'ladi, shunaqami? Hamma joyda ham emas, lekin endi men sizga qisman aytdim, shunaqalari juda ham ko'p. Mana masalan kecha Yunusobodga bordim. Adolat mahallasi, AQSh elchixonasining yonida. Hokimiyat 1 yil oldin odamlar shu yerga bog' qilishgan, o'zi ekib yurgan, keyin hokimiyat 1 yil oldin kelyapti. Shu chiroyli bog' qilib qo'ylaring, o'zingizlar o'tiradigan yashil makonga kiritamiz deb. Bo'ldi, odamlar ishonib, xarajat qilib o'zlari yana daraxtlar ekyapti, keyin biz ekologlarga buni qayd qilib yashil makon platformaga kirgizyapti. Ya'ni bo'ldi, endi bu joy yashil hudud, bunga tega olmaysan. Oradan vaqt o'tyapti-da, yopiq qaror chiqyapti. Bilmayman, hokimiyatnikimi yo vazirlar mahkamasiniki, shunaqa ekan. U yopiq auksionga qo'yib yuborilyapti. Bizni ekologiya xodimi eng qizig'i olib kelsa, uni aytishi bo'yicha hozir tekshiryapmiz, balki yolg'on aytayotgan bo'lishi mumkin. Menga boshqa joyni ko'rsatdi, daraxt yo'q joyni ko'rsatdi. Men shu yerda auksionga qo'ymoqchiman, shunga bosib ber deb aytdi. Men shunga ishonib bosib berib yuboribman. Keyinchalik bilsam, mana shu yashil hududni bular qo'ygan ekan degan gapni aytyapti. Men aytyapman, sen balki juda aldayapsan-a deb, hozir tekshiryapmiz. Eng qizig'i shuni auksionga chiqaryapti. Yopiq auksion qilyapti. Odamlar qatnasha olmaydi hech kim. Odamlarning aytishi bo'yicha buni tekshirish kerak. Men balki xato aytayotgan, lekin shu yerdagilar aytishi bo'yicha sotig'ini $7,000 dan qaysidir firma uni yutib olyapti. Yunusobodda $7,000 dan yutib olyapti-da, katta hududda. O'tga nimalardir qurishni boshlayapti. Men aytyapman, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 10,000 dan o'zim olar-edim. Ochiq qilib qo'ymaysanlar deb. Bu nimaga olib kelyapti? Bu davlat juda katta mablag'ni yo'qotishiga olib kelyapti. Bu shaxsiy manfaatlarda. Eng qizig'i, shu ish uchun yopiq protokol qilib berishga qilib bergan odamlar bevosita korrupsionerlar-da. O'sha shu joyda sotilishidan manfaatdor bo'lgan odam yo o'zlariniki tepada o'tirgan, protokol qilganlar, ili ulardan 1-2 so'm olgan, qanaqa manfaatdorlik bor, davlatning yerini mana shunday qilib yashil hududni yana talon-taroj qilyapti. Va shu protokol asosida olgandan keyin hayvaga qaramasdan bir qism daraxtlarni kesib tashyapti. Yana qanaqa bo'ladi? Masalan, mana yopiq protokol umuman kelmaydi sizlarga va sizlarni kuchinglar qanaqa bo'ladi? Ta'sir doiranglar qanaqa bo'ladi? Yopiqmi boshqami ko'rsat deb aytiladi. Ko'rsatdinglar. Endi agar yopiq kattaroq kimlardir qo'l qo'ygan boshqa bo'lsa, o'zi telefon qilib, jim o'tir, qisib o'tir, yo'q deb qo'rqitadi. Yo'q, qismayman men, baribir men zararni hisoblab chora ko'raman deb biz inspektor harakat qilib olib chiqqan taqdirda ham u odam bizni ham tepamizga chiqadi-da. Xullas to'xtattirishi mumkin. Prezidentga bo'ysunsa ham. Yo'q. Prezidentga bo'ysunsa, shular tamom bo'ladi hamma narsa. Prezidentga bo'ysunadigan vaqtida meni ishonchim komil. Masalan, 1 yilda 100 ta yopiq protokol chiqayotgan bo'lsa, qarormi protokolmi, prezidentga bo'ysunadigan bo'lsa, men ishonchim komil, yilda chiqsa bitta-ikkita chiqishi mumkin. Prezident tomonidan atak. Shu yopiq protokollar dushmaninglar ekanda sizlarni? Biz dushmanimiz. Bu butun xalqning dushmani. Chunki nimaga? Men ishonchim komil, endi shunday o'ylayman, balki xatodir. U yopiq protokolni qilib chiqarayotgan vaqtda prezidentga axborot ham berilmaydi, rozilik ham olinmasa kerak-da. Lekin bo'ysunuv prezidentga bo'ladigan bo'lsa, unda ruxsat olib, уже protokol boshqa chiqqanda ham prezident o'zlari qilgan bo'ladi-da buni. Ya'ni prezident, ya'ni albatta o'zlari chiqargan farmon, qarorga o'zlari zid ravishda ma'ni qilasan demasa kerak. Bu yerda quyiroq sal bo'g'inda katta o'yin ketib qoladi. Bir mavzuni ko'targandingiz, bundan bilmadim endi. 1 yil oldin bu bo'lgandi. Men endi o'zimda bor sizga nisbatan bor savollarga javob olishdi. Shulardan bittasi o'sha Vizer kompaniyasi bilan bog'liq bo'lgan holat. Men shu yerda uncha tushuna olmadim. Sizni e'tirozingiz nimadan iboratligi va nima uchun biza arzon low costerdan nimadir talab qilishimiz kerak ekanligini uncha tushuna olmadim. Men shunchaki ularni kamsituvchi munosabatidan qattiq ranjidim. Faqat shunda siz e'tirozingiz. Ya'ni e'tiroz shundan kelib chiqdi. Lekin siz low coster bu bo'lmasin O'zbekistonda ketsin degan qarashga ega emassiz. Yo'q. Unaqa qarashga ega emasman. Uni marhamat o'zbekistonliklar kamsitmagan holda shu kimdir low coster qilaman desa qilsin. Lekin uzr-ku, bizning tadbirkorlar ham qaysidir chetda biznes qilaman desa,
o'sha yo Xitoyga borsa yo Amerikaga borsa ularni kamsitmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Ya'ni o'sha bizga ham inson sifatida munosabat qilsin deyapti. Asosiy e'tiroz shu. Va endi Wizz Air bu alohida holatda, bu qiziq ekan. Wizz Airda kamsituvchi munosabati yana ham ochiqroq ko'rindi-da shuni masalasida. Juda ko'p misollar bor, 100 dan ortiq o'zbekistonliklar o'sha Yevropa aeroportlarida qolib ketgan, oilasi bilan qolib ketganlar bor ekan. Aynan o'zbek pasportini ko'rdimi, negadir shunaqa nafrat bor ekan. Men uni sababini tushuna olmadim bizlarga nisbatan. Nega? Misol Qozog'iston, Qirg'izistonni o'tkazaveradi, O'zbekistonga yo'q, chiqmaysan. Ya men bilet olib qo'y, yo'q, chiqmaysan. Nagli shunaqa qilgan. Va buni mana Suhrob degan bir yigit yaqinda u haqda Dave Carroll degan gitarist, kanadalik qo'shiq ham qilib chiqdi buni. Suhrob degan yigit shu meni ko'rgandan keyin keldi. Aka dedi, men ham Rimda dedi, uchib ketayotganda yonimda shu qo'shni davlat bolalari bilan borganmiz. Aynan meni pasportimni ko'rib tushirib yubordi, kirmaysan deb. Men shu yerda qolib ketdim. Viza muddatim tugayapti, 12 dan keyin kechasi tugaydi. Men qarz olib Turkiyaga uchib bir hafta kech qolib, Turkiyada qolib ketib, uyga kelganman deb gapirib berdi. Sudga beraman deb ber dedim. Sudga berdi. Italiya sudiga bergan Wizz Air. Wizz Air boshida bir tingilmadi uni. Bu ham ana Angliyadan advokatlar yollab, ishlab pul topib yollab yurdi. Mana hozir u advokatlar o'rganish davomida aynan o'zbekistonliklar bilan shunaqa bog'liq 100 ga yaqin, 100 dan ortiq holatlarni aniqlab o'sha sudga taqdim qilgan. Ya'ni bularda diskriminatsion munosabat O'zbekistonliklarga nisbatan bor alomati. Antisemitizmga o'xshagan nima negadir bularda bor ekan deb ular dalillarni keltirishni boshlagan va shundan keyin Wizz Air kompaniya bunga aloqaga chiqib, shu yerda to'xtat, biz obro'yimiz tushib ketyapti. Hamma kompensatsiyani qoplaymiz, shu bilan temani yopamiz degan. Bu bola talab qilyapti, yo'q. Sen butun saytingda yozasan, O'zbekiston xalqidan uzr so'raysan. Yo'q-ku. Mana shu o'zbekistonliklarga shunday qilganim uchun diskriminatsiya munosabatlar. Bundan keyin bunday qilmayman deb so'z berasan. Lekin hali davom etyapti bu jarayon. Bu talabni qo'ydi. Bu jarayon hali to'xtagani yo'q. Keyin buni boshidan o'tgan holatda o'sha kanadalik Dave Carroll degan mashhur gitarist bor ekan. Shu eshitgandan keyin bu Suhrob bilan borib ko'rishgan. Hozir u bola shu Toshkentda. Ertaga ko'rishaman. Keyin bu Dave Carrollni eshitgandan keyin, men buni qo'shiq qilib chiqaman deb qo'shiq qilib aytib chiqardi, balki ko'rgandir, salmonlarda tarqaldi ingliz tilida. Ya'ni Wizz Air bilan bog'liq masalada men adashmagan ekanman. Boshdan shubhalarim to'g'ri bo'lgan ekan. Bular kamsituvchi munosabat aynan bizlarga nisbatan qilgan. Bu holat bitta men bilan bog'liq bo'lmagan ekanda, boshqalardan bo'lgan. Ya'ni shuning uchun men u low-cost tekinga olib ketmaydimi, bizni kelib ketdi. Lekin bunaqa munosabat bo'lsa kerak emas. Chunki bu yerda uzr-ku, or-nomus masalasi turibdi. Odam pulsiz yashashi mumkindir, qiynalib boshqa, lekin mana bunday munosabat bilan yashab bo'lmaydi. Menda bitta holat bo'lgan, Wizz Airda bir marta uchganman. Ankaradan Toshkentga tushib kerak edi. Juda ham tezlik bilan uchib ketishim kerak edi. O'sha Wizz Air orqali Abu Dhabi orqali Toshkentga uchishim kerak edi. Keyin qayerda muammo bo'ldi? Men Ankaraga kelganimda Wizz Air aytdiki, o'zi persatga ham 1 soatmi 2 soat yetdi. Anaqa viza qilishing kerak dedi anaqaga. Boshqa o'zbeklar ham turishuvdi. Men amallab viza qildim. Tez onlayn qilishing kerak dedi. Tez onlayn qilishing kerak dedi. Toshkentga telefon qilib, turfirmalarga ayttirib, tez onlayn viza qildirdim. Wizz Air bor joyga nisbatan ko'proq odam oladi deyishdi. Masalan, 5-10 tada. Buni sidenka o'tirg'ichlarini qisqartirganda, yaqinlashtirib, ko'proq qo'yib qo'ygan, tika qilib qo'ygan, yotqiza olmaysiz. Xullas. Shunoq qiladi-da, ba'zilarini deyapti, to'kib yuboradi deyapti, ba'zilarini qoldirib yuboradi. O'zi qanaqadir kontrollari bor, tushunarsiz deyishdi o'sha paytda. Chunki 1-2 kishi qolib ketdi-da menimcha. Misol uchun men tez qildirib oldim, qildirmaganlar ham qolib ketib qoldi-da. Endi lekin bu ham tasdiqlangan fakt emas-da, to'g'ri? Yo'q, endi siz bilan bo'lgan ekan. Yo'q, men yuqorida 100 tadan ortiq, shu tarmoqlarda ham ko'p. Shu bitta insonni bilanmi, oilasi bilan, bola chaqalari bilan qolib ketgan masalan. U ham o'zbekistonlik bo'lgani uchun, u ham diskriminatsiya. Endi Suhrob bilan bog'liq holatda aytdim. Ya'ni misollar ko'p. Men endi hammasi bilan qiziqmadim. Endi eng qizig'i bilasizmi nima? Masalan, Abu Dhabi aeroportida meni politsiyaga olib borib topshiryapti bular, mana deb turib qo'rqitib. Men o'zimiz o'zbekistonlik bir nechtasi keltirasizlar aka, qo'ying bular bilan tortishmang, bu yerda biz begona yurtdamiz, bir tingilmaydi bular, bu yoq deb. O'shanda xo'rligim kelib ketdi-da meni. Axir biz ham ikkinchi sort odam emasmiz-ku. Aynan shu O'zbekistonda tug'ilganim uchun, fuqarosi bo'lganimiz uchun boshimiz egib yuraverishimiz kerakmi? Ko'krakda ko'tarish kerak-ku bu dedim. Qamasa qamab yubormaydimi dedim, turaman men deb. Уже ma'mitimga keldi. Bu delo prinsipa deydi-ku. Shunday jahlim chiqdi-da. Boraman oxirigacha. Hali senlar bu yerda zo'rlik qilyapsanmi? Hali O'zbekistonga qayting, men senlar bilan gaplashaman dedim.
lekin politsiya olib ketmoqchi bo'ldi, men to'xta dedim, men elchixonaga chiqaman dedim. Elchi konsulmi keladi dedim, shu yerda gaplashamiz dedim. Ular elchixona, konsullik eshitgandan keyin bosh og'riq holamati shekilli, to'xta o'zinglar o'zaro harakat qilinglar deb. Tushunmay qoldim. U yerda nima sizni muammoyingiz bo'ldi Abu Dabida? Men muammo Abu Dabida bo'lmadi. Men shu Samarqand aeroportda hali ko'tarilmasdan turib, bular xavfsizlik talablarini tushuntirishdida ingliz tilida. Men keyin iltimos o'zbek tilida ham tushuntiring dedim. Jahl chiqib ketdi bundan. Keyin borib gaplashib qaytib kelishdi. Keyin aytdim, unda dedim rus tilida tushuntiring. U ham xalqaro til, men tushunadigan tilda aytinglar. Shundan keyin ular sen tushasan deb turib olishdi-da. Men biletim bor. Boshqa joy ham taklif qilmadi. Shunchaki tushasan deb turib oldi. Tushirib yuborishdi sizni. Tushunmadim-da, men tushunmayman deb turib oldim. Keyin hammani oldida men juda kamsituvchi ana harakatlar qilishdi-da ular. Keyin rosa jahlim chiqdi. Keyin samolyot ko'tarildi. Men aytdim, sen O'zbekiston hududida eding dedim. Bort kuzatuvchi siz bilan gaplashyapti. Keyin men O'zbekiston hududidaman, sen nimaga? Men o'zimni davlat tilim to'g'risida so'rayapman. Qonun shunaqa. Mayli, uni bilmasang, lekin xalqaro til rus tili ham bor. Sen uni bilish, nega unda hech bo'lmasa tushuntirmayapsan desa, rusofobiya ham bor ekanda ularda. Shunday qilishdiki, kelib menga sen xato qilding, bizdan uzr so'ra deb turib oldi. Men aytdim, aksincha dedim. Sen uzr so'rashing kerak. Hali boring, men seni pachog'ingni chiqaraman dedim. Keyin biz O'zbekistonlik birikhtasi borib unga tushuntirish shekilli-da, mana kimdir deb aytdimi, nimadir. Keyin birdan ular o'zgarib qoldi, yugurib kelib, bo'ldi, bu yoqqa chetga chaqirib, biz sendan shu yerda uzr so'raymiz, shu temani yopgin. Yo'q dedim. Sen dedim, men o'tirgan joyimga borib eshittirib uzr so'r, chunki seni qilgan munosabatingdan butun samolyotda hamma o'zbekistonlik xafa bo'ldi. Chunki ular oshchasiga aytdi-da, biz seni tilingni ham, davlatingni ham tan olmaymiz. Bizniki shunaqa deb shunaqa gaplargacha qilib tashladida, shunga xafa bo'ldi-da hamma. Hamma aytdiki, bizni doim kamsitadi mana shunaqa. Biz odam bo'lmadik degan gaplarni gapirishdi-da. Men aytdim, eshitsin ular dedim. Hovuri pasayadi dedim. Sen yo'q, biz unday qilmaymiz dedi. Qilmasang unda kelishuv yo'q sen bilan dedim. Hozir dedi, tushganda seni politsiyaga topshiramiz dedi. Qo'rqitmoqchimisan dedim. Yo'q, biz qo'limizdan keladi dedi. Seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi dedi. Mayli dedim. Ko'ramiz unda dedim. Samarqanddan Abu Dabiga uchayotdi. Abu Dabiga uchayotdi. Osmonda keyin bular shu anaqada boshlashdi-da yana. Keyin men aytdim, yo'q dedim. Seni ham uzring kerak emas. Men ham uzr so'rayman dedim. Bilganingni qil dedim. Pastda gaplashamiz dedim. Yo aytgandan keyin politsiya topshirib, qo'rqadi deb o'ylash shekilli, men qo'rqmay turaverdim keyin bezrayib. Keyin qaytib kelganimdan keyin ular sanksiya e'lon qildik dedi. Vizayla boshqa ucha olmaysan deb unaqalar qilib. Mayli dedim. Pasportlarim rasmga oldi. Qaytib kelgandan keyin men transport vazirligiga portal orqali yozdim. Mana shunaqa munosabat bo'lyapti deb. Internetda ham gapirdim atayin buni bilsin deb. Shundan keyin bizni vazirlik o'rganib, Vizair ikkita O'zbekiston qonunini buzgan, 3 ta xalqaro qonunni buzganligi fakti bo'yicha anaqa ma'lumot tayyorlab, ular buzgan deb keyin Abu Dabidagi bosh ofisiga yubordi. Keyin bosh ofisdagilar shu menga shunaqa qilgan, shu bort komandiridan boshqa hammasini ishdan olganligi haqida bizdan va mendan kechirim so'rab va Vizairda bundan keyin O'zbekistonni o'zidan o'zbek tilini biladiganlarni ishga olamiz. Har bir uchadigan reys o'zbek tilini biladiganlar bo'ladi. Bizdan kechiringlar, biz katta xato qildik deb tan oldi. Keyin adashmasam mart yo aprel oyida shu adbor qildi ular ishchilarni olish bo'yicha. Yangi ish o'rinlari yaratuvdik-da o'shanda. Keyin hozir adashmasam u uchmay qo'ydi shekilli. Vizair uchmayapti. Xullas chiqib anaqa qilmaydimi? Endi nima bo'lganda ham mendagi bo'lgan e'tiroz shu, masalan, men kamsitmasin bizlarni degan narsa bo'ldi-da. Men ham bir ikki marta boshqa chet el safarlarda shunaqa holatga tushganman, aynan. Shu kamsitishga o'xshagan holatga juda yoqimsiz bo'ladi. To'g'risi. Xo'rligi keladi. Xo'rligi keladi-da odamga. Keladi odamga. Masalan, boshqalarga qilmaydi-ku shu ishni. To'g'rimi? Yo biz unday qilmayapmiz, nega bizga bunday qilishadi? Shuning uchun endi uzr-ku, xalqaro kompaniyalarning ham munosabati o'zgarsin-da bizga ham. Men xohlayman o'zgarishini. Ertaga mana shu Vizairga o'xshagan ikkita uchtasi yaxshilab bir yesa, qo'pol aytganda, ko'zi ochiladi-da. Ertaga O'zbekiston pasportini ko'rsam, bular bilan hazillashma dedi. Dedi, ta'zirimizni beradi, qo'ylaring yaxshi muomala qilaring. Deydi-da endi, shu deyishni xohlayman qo'pol aytganda. Tushundim. Boya gapni bir narsa so'ramoqchi edim. Mana yashil makon dedi. Shu qanaqa tizim bu? Qanaqa ish? Men juda ko'p joyda eshitdim, mana shu yashil makon oxirgi 2-3 yil davomida, lekin aynan nima ekanligi, qanday moliyalashtirilishi, uni maqsadi, vazifasi qanday? Endi yashil makon bu dasturda katta. Uni ichida har xil anaqa yo'nalishlar bor. Yashil belbog' bor uning ichida. Bu yashil belbog' mana shahar hududlarining atrofini ma'lum bir radiusda daraxt bilan o'rab qoplash, misol uchun yashil belbog' bu
o'sha tashqi chang to'zon boshqadan asraydi ancha. Ha. Shu bor. Va keyin mahallalarda yashil anaqa bog'lar qilishadi, mahalla, yashil parklar, yashil xiyobonlar qilish. Ha, Shu juda umumiy katta yashil narsa ekan. makonni ichida-da bu. Ha. O'shanga endi ilgari ko'p ishlar hashar bilan qilingan. Ko'chatga ham pul Hmm. ajratilmagan, lekin oxirgi 2 yil bo'ldi mana shu byudjetdan daraxtlarga ham pul qo'yilyapti, pul ajratilyapti. Mhm. Davlat o'zini ma'lum bir joylarda shuni byudjetdan pul olib ekishyapti. Shu bu yashil makon umumiy shu dastur prezident tashabbusi bilan qilingan bu dastur. Bir savol oftob sal mavzudan uzoqroq o'sha intervyuga yana tayyorgarlik ko'rayotganimda ko'zim tushdi. Twitterda ham, Telegram kanalingizni ham sahifalarini Kirill yozuvida olib borar ekansiz. Qachon lotinchaga o'tmoqchisiz? Qachon xohlaganimda. Siz qandaydir bu masalada muammo ko'rmaysiz. Ya'ni Yo'q. siz o'ylamaysiz, lotin yozuviga o'tish kerak va til masalasiga yakuniy nuqta qo'yish kerak degan muammoni ko'rmaysiz siz. Kirill alif bu men yozayotganda bu alifbo, bu til emas. Buni ba'zan til bilan adashtirishadi, lekin men aybdor emasman. Men o'z davrida maktabda o'qiyotganimda meni Kirill alifbosida o'qitishgan. Undan keyin bir 2 yil lotincha o'qitishdi. Undan keyin yana Kirillga qaytishdi va oliygohda ham Kirillga qaytdim men. Va men birinchi ishga borgan joyimda ham Kirillcha edi. Ya'ni meni qo'pol aytganda shunday chala savod qilib davlatni o'zi yetishtirdi. Xo'p, agar masalan hozirgi avlod lotin yozuvida katta bo'lgan, maktabga lotin yozuvida borgan, bog'chaga lotin yozuvida borgan odamga nisbatan qaysidir vakolatli shaxs, amaldor Kirill yozuvini o'qiy olmasligi bu sani muammoing, meni muammoim emas deyishni ham siz oqlaysiz, to'g'ri deb bilasiz. Yo'q, ular agar Kirillda o'qiy olmayotgan bo'lsa, unaqa sen uni ham o'qib tushunishing kerak degan talab bo'lsa, u uni muammosi emas, u haqiqatda davlat idorasining muammosi. Ya'ni men Twitter boshqada yozayotganim bu meni davlat kanali emas, o'zimning shaxsiy kanalim bo'lgani uchun bu meni ko'proq o'zimning shaxsiy xohishlarimdan kelib chiqib boshqaraman. Ya'ni agar davlat idoralarining rasmiy sayti boshqasi bo'lsa, u lotinda bo'lishi kerak. Masala yo'q. Men shunchaki shu bu Telegram kanalim boshqa. Bu meni shaxsiy o'zimning dunyoyim, meni o'zimning platformam bo'lganligi uchun va men erkin shaxs o'laroq o'zim istagan paytda lotinga o'taman, istamagan paytda Kirillga o'taman degan nuqtai nazardan men buni qilyapman, lekin tayyorlanib yuribman. Kamroq xatolar qiladigan bo'lsam, men ham lotinga o'taman. Kirillda yozish sizga qulayroq. Hozircha qulay, menga Kirill qulay. Nima qilay men shunaqa? Kirillda o'sdim, biz oraliqda qolib ketdik-da shunaqa. To'g'risi. Yo u yoq qilmadi, yo bu yoq. Lekin nima endi biz bu jamiyatda yo'qmiz deb chiqib keta olmaymiz-ku. Men eng muhimi men yetkazayotgan xabarlarim, ma'lumotlarim anaqa, ya'ni o'sha boyligida, mazmunida deb hisoblayman. Lekin men bu tilga hurmatsizlik deb qaramayman. Hozir menda o'sha jarayon ketyapti. Ora-orada lotinda ham qo'yib turaman. Men moslashyapman, o'zim ham moslashyapman. Auditoriyani ham moslashtirishga harakat qilyapman. Ya'ni birdan o'tib keta olmayapman men. Chunki bilasizmi, o'zim ham qiynalib qolaman-da, ba'zan kirillcha ko'p yozishga harakat qilaman-da, lotincha. Kirill nimalar aralashib ketib qolyapti. Va menda ozgina tayyorgarlik talab qilyapti. Lekin masalan rasmiy hujjatlarda, xatlarda majburmiz o'sha xat hujjatlarni lotinda ketadi. Vazirlikda lotin ishlatiladimi? Lotin alifbosidan Lotin alifbosidan foydalanadi. Buyruqlar ham lotinda qabul qilinadi. Endi bir ikkita yoqimsiz savollarim ham bor-da, chidaysiz. Yo'q, men unga e'tirozim yo'q. Endi bu aytyapman-ku, hozircha masalan qonun qabul qilinmadiki, aniq bo'ldi, Kirilldan to'liq voz kechasan, ertaga Kirillda kimdir yozsa javobgarlikka tortiladi degan narsa yo'q. Hozircha anaqa qonun yo'l qo'yib beryapti, men foydalanyapman. Qarang, yaqinda siz reklama qilgan qurilish kompaniyalaridan biri noqonuniy qurilishlar qilgani sabab qurilish inspeksiyasi tomonidan ularning qurilishi to'xtatib qo'yildi. Anavmi? Marat, imorat. Shunday. Bu bitta loyihasi emas, bir necha loyihalari, Sergeli, Tuzil park loyihalari ham. Siz o'sha kompaniyani reklama qilishdan oldin hujjatlarini o'rganganmidingiz? Xo'p, biz bitta ijtimoiy loyihamiz bor edi. Xo'p, o'tgan yili 5 ta oilaga uy qurdik. O'zim boshchilik 5 ta oilaga uy qurdim. Masalan, har yili o'zi qurib kelar edim, mana shunaqa homiy, hashar yo'li bilan. Homiylar yoki ixtiyoriy hasharchilar ba'zilari shart qo'yadi. Masalan, o'sha yerda darvozasini qo'ydirganimizda, darvozachi degan bitta darvoza yasaydigan bola keldi. Meni darvozamni qo'yganimizni ko'rsatib berlaring. Mendan sovg'a deb masalan, men beraman shuni. O'sha Marat imoratdan ham beton olganmiz. Misol uchun. Shuning uchun men o'sha bir ikkita rolikida bordim uni qatnashib. Shunaqa kelishuv qildik. Menda bosh maqsad o'sha 5 ta uysiz, yetim yesir oilaga uy qurib berish edi. Va o'tgan yili shu bo'sh joylarda 5 ta oilaga qurib
31-yanvar kuni kirgizganman, Ha. bitirganman. O'sha paytda men endi to'g'risi kim nima bersa endi ilojim yo'q chiqaman. Pul qiyin topish. Ha. O'shaning uchun kimdir ixtiyoriy homiylik qildi, xayriya qildi, ehson qilganlar bo'ldi. Shularni yig'ib yurganimizda Marat aka bilan gaplashib qolganimizda qarasam, uni shu betonlari ham yaxshi chiqyapti. Menga yoqdi. Keyin shu taklif qildim. Keling dedim, shu jarayonda siz ham hissa qo'shgan bo'ling. Men bir ikkita roliklaringizga boraman dedim. Keyin hujjatlarni endi ko'rdim. U yerda to'g'risini aytsam, aynan qurilishiga xalaqit berayotgan yoki loyihadan chiqib ketgan holati yo'q edi bu yerda. Menimcha keyinchalik nimadadir o'zgarish bo'lgan bo'lsa kerak, bular o'zgarish qilgan. Shuni qanaqadir muddatga to'xtatgan. Keyin o'sha narsa chiqqandan keyin o'tganda men chiqdim Marat akaga chiqib, aka, cho'ta manaqa gap bo'lyapti, cho'ta bu meni ham manzilimga bir ikkita gaplar bo'ladi. Nega bunaqa desam, Rasul aka dedi, bu shoshma shosharlik bilan qilingan. Shuni qilgan odamlarni men ham ustidan ariza yozib jazolatdim va meni ruxsatim hammasini to'g'rilab qo'ydim. Mana faqat shoshma shosharlik bo'ldi dedi. Qaysidir o'zlari qo'ygan, ya'ni qurilish jarayonida qanaqadir yangi talab chiqibdi, yangi qanaqadir talablar qo'yilgan ekan, qaror bilan o'shanga o'sha moslashtirishimiz kerak edi. Biz unga ulgurmadik tabiiyat. Bu boshda yo'q edi bu talab. Menga shunday qilib tushuntirdi to'g'risi. Ya'ni men u jarayonda hujjatlarni ko'rganman hammasini. Men kamchilik topmagan edim ochig'i. Biz shu bilan to'xtatganmiz hamkorlik. Ya'ni men o'sha betonlarni olib, hovlilarga ham chiroyli qilib qurganmiz. Mustahkam zo'r bo'ldi. Qishda topshirdik. O'sha yerda bir qism eshikchilar anaqa qilib berdi, eshik. Xullas, maqsad shuni bitirib berish edi. Shu yo'lda endi kim bilan qanaqa hamkorlik qilib, nima olish imkoniyati bo'lsa, shularni qilganmiz-da. Nima uchun bu narsani endi so'rayapman? Chunki haqiqatan sizni nomingiz, sizni auditoriyangizdagi ko'p sonli insonlar uchun juda ham ishonch manbai bo'lishi mumkin-da. Ya'ni siz nimadir reklama qilsangiz, demak shu odam reklama qilyaptimi? Demak, ishonsa bo'ladi degan qarorga boradigan. Yo'q. Biz keyin u yerda tavsiya ham qilmaganman men. O'sha bular rolik tayyorlash, shu yerda men qatnashdim, o'zim kuzatib yurdim. Ana sifati boshqasini. Ishdan tashqari podkastlar qiladigan studiyam ham bor. U yerda ham shu meni podkastlarimni qilib beradi, boshqa qiladi. Shuni evaziga ayrim holatlar reklamni nimadir chiqib qolsa, menga chiqishadi, shuni olsak bo'ladimi oylik chiqarishga bolalarga deb. Men aytaman, men tavsiya qilmayman. U obzor qilib ko'rsatib berish mumkin, men eshitishim mumkin, ha, shunaqa. Men savollar berishim mumkin boshqa. Shuni ko'rsatib berasanlar, lekin chunki qonunda yozilganda davlat xizmatchisi kimnidir tavsiya qilish, reklama qilish taqiqlanadi. Men shu qat'iy qoidaga rioya qilgan holda ertaga to'g'ri meni platformadan chiqadi, men ko'rinayotgandirman, lekin men eng zo'ri shu ekan, shuni olaring, shuni qilaring degan narsa aytmayman. Bu mumkin emas degan qat'iy nima bor. Marat akada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Roliklarda ko'ringanman, tekshirganman, sifat qanaqa, savollar berganman, boshqa qilganman. Hozir ham bir ikkita shu quruvchilar chiqib qoladi ba'zan. Shunaqa qilaylik, boshqa men aytaman, biz tavsiya qilmaymiz. Sizni o'sha qanaqa sifatli qilgansiz, shuni borib ko'rishimiz mumkin, tekshirib tepib ko'rishim mumkindir. Gapingga javob berasanmi, yo'qmi deb. To'ys eng zo'ri ekan, olinglar og'aynilar degan narsa bo'lmaydi deb. Men uni qat'iy chegara qilib qo'yganman. Shunga qaraymiz. Sizda alohida studiyangiz bormi? Men bunaqa kontent ishlaringiz bilan shug'ullanadigan bolalar bormi? Jamoa bormi? U meni studiyam emas. U boshqa firma shunaqa tashkilot. Outsourceda ishlaydi. Sizga qilib beradi shu narsani. U menga qilib beradi. Xizmat haqini berasiz. Endi men xizmat haqi berishim kerak. Endi biz shunaqa kelishuv qilganmiz. Ular meni platformalarimda foydalanib turishadi. Shu reklamada hisoblaydigan ba'zi ishlarda foydalanib turishadi. Men chiqib shu masalan, hozir misol men o'zim qiziqadigan yo'nalish borda, masalan, eski moshinalar tuzatishni ham yaxshi ko'raman. Shu tuzatayotgan vaqtimizda masalan bizga anov kelib qoldi, shina masalan, Angren shina zavodi ishlaylik hamkorlikda dedi. Zavodiga taklif qildi. Bizga zavodiga shina qanday yaratiladi o'zi prezidentimizdan birinchi borgan zavod shu hozir prezidentimiz. Menga qiziqdi o'sha. Birinchi prezident o'sha yerga borgan edi. Shu zavod qanday ishlayapti o'zi. Keyin anaqa ko'p zararda ishlagan degan gaplar bor. Borib ko'rdim o'zimga shu balon noldan qanday paydo bo'ldi, shu jarayonlarni ko'rdik, kuzatdik, oldi uni videoga boshqa qiziqib savol-javob qildik. Nima qilmoqchisizlar deb uni rejalar bilan tanishdik. Shu jarayonni keyin video qilib qo'yishdi. Masalan, u yerda ham hammang men buni olaring eng zo'r ekan degan gap bo'lgani yo'q. O'sha endi o'sha momentda endi hozir o'sha balonlardan olganmiz. Misol uchun men o'zim qilayotgan remont mashinaga o'shani qo'yishim mumkin. Keyin bizlarga biroz anaqa balonlar berib,
muhtoj odamlar bo'lsa, almashtirib shuni qo'yib beringlar, shuni ham ko'rsatib beringlar-da. U o'ziga uni reklama deb hisoblaydi, biz buni ijtimoiy nima deb hisoblaymiz? Tushundim. Tushundingizda? Tushundim. O'sha keyin bitta bolani ko'rib qoldim, baloni yeyilib ketgan o'zi, anaqa ishdan bo'shab ketib, taksilik qilib yurgan bola ekan. Keyin ko'rib qoldimda, "Aka" dedim, "senga balon sovg'a, yur" deb keyin olib borib teshilib qo'ygan ekan. Vulkanizatsiyada almashtirib berdik. Shu senga balon sovg'a bizdan. Shu Bars degan kompaniya bergan buni. Egasiga yetkazib qo'ydi, mana senga yetkazib qo'ydik dedik. Odamlar shu orqali bilyapti. Ya'ni bu to'g'ridan to'g'ri mana deb reklama qilishmasda, lekin umuman aytganda bu ham reklama to'g'ri. Faqat ertaga menga qonuniy javobgarlik olib kelmaydigan. Ya'ni men tavsiya qilmayapman. Unga ustuvor eng zo'ri shu demayapman. Bu juda nozik narsa-da. Boya aytdim-ku, o'sha insonni javobgarlikka olib kelish mumkin, oyog'idan tortish mumkin bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun oltin oraliq topish kerak. Reklama pul haqida gap chiqib qolgandan keyin men o'z savollarim keyinroq deydi, shuni berib olmoqchiman. Qarang, YouTube'ni men ko'rib chiqdim, ancha faol yuritar ekansiz. Bitta statistikani ko'rsatadigan ilova bor ekan. Bu qanaqa? Misol uchun shu ilovaga sizni kanalingizni tashlasa, YouTube'ning kanalingizni tashlasa, siz monetizatsiyadan bir oyda taxminan qancha topayotganingizni chiqarib berar ekan. U taxminan o'sha hisoblar ekanda, o'zini normalari, mezonlari bo'yicha. Biz Qancha shunga topar ekan? tashab ko'rdik, sizni kanalingizni tashab ko'rganimizda, unga ko'ra birgina YouTube'dan siz oyiga $18,000 topishingiz mumkin ekan. 6,000 dan 18,000 oralig'i deyapti. Yo-mayo. Eng kami 6,000, eng ko'pi 18,000 deb chiqardi. Bu raqamlar qanchalik darajada haqiqatga yaqin? Umuman haqiqatga yaqin emas. Yo'q, bo'lmagan gap. O'zbekistonda YouTube bo'yicha bilasiz, tartib sharoit qanaqa? Ya'ni Rossiya Ukrainaga urush e'lon qilishi fonida YouTube o'sha odamlarni kirib ko'rishi statistikasi sonidan kelib chiqib pul to'laydi. YouTube o'sha sobiq MDH hozirgi MDH sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlari hududidan kirib ko'radiganlarga monetizatsiya uchun pul bermaydi. Amerikadan kirishsa, Amerikadan, Koreya, Germaniya, shunga o'sha boshqa hududlardan kirsagina, to есть sizni nimangiz hozir bizni asosiy kuzatuvchilar shu O'zbekistondan-ku. Menimcha shuni uni platforma hisobga olmaganda, lekin agar unday bo'ladigan bo'lsa, men ishlab nima qilaman? Faqat yuravermayman o'shanda. O'zi umuman sizni daromadlaringiz nimadan iborat? Meni rasmiy daromadim mana shu nima vazirlikdagi ish Oyligingiz bu tushunarli, lekin bundan tashqari siz juda ham ko'p harakat qiladigan odamsiz-da. Siz ham qanaqadir undan tashqari ham daromadlaringiz bo'lsa kerak? Xo'p, menda xarajatlar bor. Boyaga aytganim shu podkastlar tayyorlash davrida xarajat kerak bo'ladi. Endi bepul bo'lmaydi, meni videolarimni tayyorlab. Un bo'yicha aytdim, kelishuv qilganimizni shu studiya bilan. Bu o'sha reklamaga o'xshash narsalar chiqadi. Bu yoq nima qiladi? Kelishuv qilganmiz shu barter. Unaqa siz o'zingiz masalan har kuni platformalaringizga reklamalar qo'yish, shular orqali pul topish bo'lmaydi bunaqa vaziyat? Qonundan taqiqlangan u. Men ijtimoiy yo'nalishlarda qanaqa reklama deb ko'rsatib turib uni solig'ini to'lasangiz mumkin-ku? Davlat xizmatchisiga mumkin emas. Meni rasmiy daromadim o'sha ishxonadan oladigan oyligim. Men ertaga bu yerdan ketsam, keyin qila olasiz bu ishni. Bu ishlarda ochiqcha qonuniy muammosiz qilaverishim mumkin. Men shu xayoldan ko'tardim. Hozir ham men o'shaning uchun tarmoqlarimni boshqaruv adminlarini boshqa odamlarga topshirganman. Ular yurgizib, men nazorat qilib turaman-da. Bizda ularni hamma sonida mehmonga qarab, mehmonning imkoniyatlari, uni hayot tarzi, biznesiga qarab bir savolimiz bor, o'zgarmaydigan. Ya'ni oylik daromadingiz shuncha so'mdan ko'pmi degan savolimiz bo'ladi-da. Endi muharrirlar bilan savollarni tuzganimizda yozishgan ekan o'sha muharrirlar sizdan kelib chiqib, men uni keyin kamaytirib qo'ydim. Yozishgan ekan, birinchisi oylik daromadingiz 200 million so'mdan ko'pmi deb yozishgan ekan. Men buni 100 millionga tushirib qo'ydim. Oylik daromadingiz 100 milliondan ko'pmi? Oylik daromadim 20 million bilan 25 million atrofida. Hamma daromadlaringiz. Bu menga ko'plik qiladi. Rahmat. Boshqa qo'shimcha qilish niyatingiz yo'q bu narsaga? Norasmiy, masalan, dehqonchilik, yana qanaqadir shunga qiziqishlarim bor, masalan, ba'zi paytlarda bo'ladi, qaysi mulklarimni sotib yuborishim mumkindir boshqa. Bu faoliyat emas-da endi. Ya'ni meni har oyda stabil, real meni daromadim shu. Har qalay oliy majlisdagidan ko'proq. Ba'zi oylarda 30 million ham chiqib qolishi mumkin. Kalendar ish kuni ko'proq bo'lsa, keyin premiya anaqa mukofot pullari boshqa bo'lib qolsa, sal ko'proq ham bo'lib qoladi ba'zan. Lekin oliy majlisdagidan ko'p.
eng mani qiziqtirgan yana sizni fikrlaringizdan bittasi o'sha bizani intervyumizga kelishga rozilik berganingizda men haqiqatdan gaplashmoqchi edim shu mavzu bo'yicha. Umuman Toshkentdagi pulli parkovkalarni masalasi bo'yicha. Siz bu narsaga qarshisiz. Pulli parkovka qarshi emasman. Ha. Pulli parkovkani bizda mana shunaqa usulda qilinishiga qarshiman. Aynan yo'l bo'ylarida yo'l bo'ylarini pulli qilishgami? Yo'q. Mana shu uslubda deganda qanday uslubni nazarda tutyapsiz? Qaysi yo'llarda, qanday yo'llarda pulli parkovka qilish mumkin? Shuni hisobga olish kerak. Yo'lni kengligini, u yerda taqiqlovchi belgilar bor yo'q, avariya xavfini keltirib chiqaradimi yo'qmi? Ijtimoiy xizmat ko'rsatish nimalari bo'lishi unga xalaqit beradi. Shuni hammasini hisobga olib, Toshkentda ham yo'q emas, bor. Qanchadir yo'llar bor, qayerlardadir. U yerlarda qilish kerak pulli parkovka. Men qarshi emasman. Lekin kechirasiz, o'zi tor yo'l bo'lsa, odamlar o'ta olmasa, undan tashqari odamlar shundoq ham o'zi bepul foydalanib kelgan joylar bor. U yo'lga ham xalaqit bermaydi, yo'lni chetidan latokdan o'tadi, ichkariga qo'yadi. Ularga tegish kerak emas. Bizda nima bo'ldi? Tor yo'llarga ham qo'yib qo'yish boshlandi. Yo'l chetida latoklar ochib tashlanib, odamlar latokdan o'tib o'sha parkovka sifatida bepul foydalanib kelgan joylar ham ochib tashlandi. Juda ko'p joylarda. Ikki polosali yo'l bir chetida mashina qo'yadigan bo'lsa, tirbandlik kelib chiqadi. Shu yo'llarga ham hatto chizib qo'yib qo'yildi. Men shunga qarshi bo'ldim. Ya'ni butun dunyo amaliyot tajribasida bo'lgan yaxshi amaliyotni bizda rasvo qilib amalga oshiryapsanlar. Masalan, Amur Temur xiyoboni bo'yi atrofidagi joylarga keng yo'l, marhamat, u yerga yuridik universitet tomonidan shundoq ham qo'yishar edi. Ana shunaqa joylarga qo'y, mana ruxsat ber keng yo'llarda yoki forumlar saroyini orqasida. Taqiqlovchi belgilar bor edi, lekin mashina ko'p yurmaydi u yerda. Kam harakatlanadi, ishxonalar ko'p. Marhamat, shu real vaziyatni hisobga oldi, qo'y u yerlarga. Lekin mana Said Baraka degan ko'cha, masalan, Toshkent shahar ichki ishlarni to'g'risi. Keyin Olmazorda Nodira Begimmi shunaqa ko'cha. Yo'q, hozir hamma joyga qo'yishyapti. Juda o'zi ko'ryapsiz-da, ana men foydalanaman undan. Ya'niki bu noto'g'ri-da. Bu qulaylik emas, bu tirbandlik olib kelyapti. Ikkinchidan odamlarni bepul foydalanib kelgan joylaridan mahrum qilyapsan. Yo'l ana latoklarni ochib qo'yib. U yerga mashina ham kirolmaydi. U do'konga kirmoqchi yo qayergadir kirmoqchi bo'lsa, endi undan ham mahrum qilyapsan. Yo'l yoqani chizib qo'ygan, mana shu pullik joyga qo'yasan deyapsan. Bu qaroqchilik emasmi? Men shunga e'tiroz qildim. Urbanizatsiya qonun qoidalarida shunaqa tushuncha borki, masalan, mashina arzon bo'lishi kerak, lekin uni saqlab turish juda qimmat bo'lishi kerak degan narsa bor-da. Masalan, Yevropada siz biror mashinani biror poytaxtda biror joyga umuman bepul qo'ya olmaysiz-da. Biz nima uchun mashinalar haqida qayg'urishimiz kerak? Qayg'urmang. Biz ularga hech qanday imkoniyat yaratib bermasligimiz bu okeymi? Yo'q, bizga imkoniyat yaratib berish bo'yicha bo'lgan-ku topshiriq tashabbuslar. Nimaga shu paytgacha yangi qurilayotgan bino inshootlar tag qismidan avtomobillar turargoh sifatida foydalanish qilinmayapti? Bu yaxshi savol. Topshiriq bor edi bu bo'yicha prezident tomonidan berilgan edi. Barcha loyihalarda shu ko'zda tutilishi kerak edi. Zamonaviy shahar shunaqa bo'lishi kerak edi. Lekin hali ham mana qurilishga ruxsat olib qurib yotganlar u past qismini parkovka sifatida ko'zda tutmayapti. Yo'q, tutmayapti. Bu erkin xohlasa qiladi, xohlamasa qilmayapti. Keyin eng qizig'i savolda mana yo'l yoqada o'zi tor ko'cha, to'xtashga joy yo'q, lekin qaysi kalla bilan o'sha yerda do'kon yoki restoran ochilishiga ruxsat beryapsan? Qayerga to'xtaydi odamlar? Men mashinani emas, odamlarni o'ylayapman. Yo'lga to'xtaydimi? Ya'ni shu narsalar hisobga olish kerakmi? Bu kompleks bir-biriga bog'liq narsalar. Endi tizimli muammo-da. Shuning uchun hozir parkovkalarda pulli qilish masalasi bu muammoni hal qilmaydi, shunchaki odamlarning g'azabini qo'zg'ayapti. Ya'ni mumkin bo'lgan joylarda qoldir, gap yo'q. Lekin avariya xavfini keltirib chiqaradigan, qo'shimcha tirbandlik olib keladigan narsa bo'lsa, qilma uni. Uzr. Bu yerda yo'l harakat to'xtashni taqiqlovchi belgi nima uchun qo'yilgan? Tirbandlik keltirib chiqarmasin deb. Siz endi uni qonuniylashtirib qo'yapti-da, hali yo'l qoidalariga o'zgartirish ham kiritilmagan. U belgi turibdi, undan keyin pulli parkovka turibdi. U yo'l qoidalari bo'yicha u bari jarimaga tortiladi. Biz MJTKni o'zgartirmadik, yo'l qoidalarini o'zgartirmadik. Lekin tortishmayapti jarimaga. Yo'q, hozircha tortishmayapti, lekin tortish kerak aslida qonundan olsangiz. Ko'pchilikda e'tirozlar, men Twitterda ham shu masala ko'tarilganda bir o'qib chiqdim, e'tirozlar bor edi. Ya'ni nima uchun masalan ko'p qavatli yer ostiga parkovkalar qurilmayapti-da, eng oson yo'li, tayyor narsaga chizib pulli qilib qo'yishyapti degan savollar bor odamlarda. Yo'q,
shunaqa keyin o'sha Toshkent parkingmi o'shani xodimlari keldi, gaplashdik, ko'rishdik. Aka, biz sizni takliflaringizni o'rganamiz, tayyormiz hamkorlikka dedi. Men aytdim, qabul qilasizlarmi? Dedim, eshitasizlarmi? Dedim, eshitamiz. Bo'pti. Undan transport boshqarma, keyin shahar GAI deydi, endi anaqa yo'l harakati bo'yicha o'shalar ruxsat bergan ekan. Ya'ni ular mana shunaqa qilasizlar degan go'yo talablar qo'ygani uchun biz majbur qilyapmiz. Biz ham ko'rib turibmiz degan gapni aytishdi. Shunga yaqin kunlarda men ular bilan ko'rishib, bir joyda stol atrofida o'tirib, davra suhbat qilib, takliflarni aytib, ana shu qayerda noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, biz to'g'rilashga tayyormiz dedi. Balki natija bo'lib qolar. Ya'ni shu petitsiyaga e'lon qo'yish shu o'rtada muloqot qilishga majbur qildida ular. Bo'lmasam bo'lmayotdi-da. Buni ham ijobiy tomonlama qarash kerak. Endi men o'zimni ham bir shaxsiy fikrim bor edi. Men juda ham ko'p joyda haqiqatdan ko'rganman. Keyin ozgina o'zim ham qiziqib o'qib ko'rdim. Shahar baribir megapolisga aylanib borgan sari parkovkalar bilan bog'liq juda katta muammo paydo bo'lar ekan. Men o'ylayman, Toshkent u muammoni judayam o'zi yaratish bilan shug'ullanyapti deb o'ylayman-da hozir. Chunki mana orada bilsangiz anaqa berildi. Joylar berildida, keyin ofislar qilib yuborishdi parkovkalarni qo'yib qo'yib. Parkovkaga berilgan joyda boshlanishga, qurilishga, qonunchilikni qarang-da, manyovrni. Siz parkovka quraman deb ruxsat olasiz, yerni olasiz, qurilishni boshlaysiz. Ana qurilishga endi boshlash etapida hech kimga bildirmasdan sekin borib qurilish vazirligiga ariza yozasiz-da. Shuni men parkovka emas, shuni dom qilmoqchi edim, odamlarga qurib, shunga ruxsat ber. Yoki bo'lmasam restoran qilmoqchiman. Yoki boshqa biznes markaz qilmoqchiman. Shuni o'zgartirib yuboraylik deydi. Eng qizig'i, ular ruxsat ham beraveradi-da. Boshlanishda bu boshidan o'zi reja biznes markaz bo'lgan, lekin parkovka desa ruxsat oladi. Ruxsat olib bo'lgandan keyin shunday faoliyat yo'nalishi nimasini o'zgartirib olyapti-da, qurib yotibdi. Ya'ni bu yerda sherikda endi ikkita tomon ham bir-biriga, davlat organi ham, bu qurayotgan odam ham sherik. Odamlarning qiyinchiligi-yu, odamlarning muammosiga tupurib qo'ygani bor. Bizda mana domimizda eng dahshatlisi nimadan iborat? Biz hozir kelyapti-da muammo. 5 yildan keyin men o'ylayman, undan ham dahshatli darajaga ko'tariladi-da. Bizning domda gruppasi bor-da, Telegram gruppasi bor. O'sha yerda eng katta muammolardan bittasi birinchi ko'chib kelgan odamlar o'zlariga mana bu stopperlar qilib olishganda, dom tagida. Bu ham noqonuniy. Ha, noqonuniy u. Stopperlar qilib olishgan, masalan, 20 ta mashina. Domni tagida yoki parkovka yo'q, yoki bo'lsa ham juda kam, juda qimmat va qolgan aholi urushyapti endi bular bilan. Men birinchi kirsam, men qo'yishim kerak, nimaga stopper qo'yib qo'ygan, yulib tashlayman, prokuraturaga yozyapti-da. Endi men bir narsa hayron qoldiradi meni. Misol uchun bitta domda bir 200 ta kvartira bo'lsa, har bittasida misol uchun 2 ta 3 tadan odam yashasa ham, 1000 ga yaqin odam yashasa, 20 ta joy bor atrofida, qaysiki u ham davlatniki bo'lgan, hech qanday dom bu narsa haqida qayg'urmagan. Buni qanaqa hal qilishmoqchi umuman tushunmayapman. Keyin kecha o'tgan safar bir Ayvosh Otabek aka bilan anaqa qildik-da, intervyu qildik-da. O'sha yerda bitta gap aytdi-da, masalan, xo'p, men qiziqib so'radim, savolni berdim ularga ham-da. Xo'p, hozir men tushunyapman deyapti. Siz misol uchun meni oqlaydimi bu narsani yo'qmi bilmoqchisiz deyapti. Lekin o'sha mashinalar u yerdan yo'q bo'lib qolgani yo'q deyapti. Ichkariroqqa kirib turib, domlarni anaqa agrodlarni tepalariga, nomlo daraxtlarni tepalariga qo'yib qo'yishgan deyapti. O'sha yerda ishlaydiganlar pulli joyga qo'ymasdan deyapti-da. O'shaning uchun meni nazarimda davlat birinchi navbatda butun shaharda avtoparkovka ko'p qavatli, faqat shuni nazarda tutaman. 5 qavat yer tagiga, 5 qavat yer ustiga avtoturargohlar qurish kerak, vaqti keldi deb o'ylayman. Siz shunaqa deb, bu ham to'g'ri fikr, buni qilish kerak, bu ham o'sha yechimlardan bittasi. Lekin muammoni hal qilmaydi deysizmi? Endi men o'ylayman, shahar o'zgarish talablari bor-da. Endi mantiqdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, men shunday hisoblaymanki, har bir aholini mashinasini qayergadir qo'yishga imkoniyat yaratib beradigan joy emas. Va davlatda bunaqa majburiyati yo'q. Lekin shahar odamlarni o'zini birinchi manzildan ikkinchi manzilga yetib oladigan jamoat transportini mukammal darajada bajarib qo'yishi shart bo'lgan hudud. Ya'ni o'shani bajarib berishga majbur. Ya'ni men turgan joyimdan ishxonamga yo boshqaga bormoqchiman, menga transport kerak. Mayli, men mashinamni, mashinang bo'lsa, mashinada boraman, sen qishloqda yasha bo'lmasa, men hudud kengroq bo'lgan joyda yasha. Marhamat. Lekin shahar tipiga mashina va shahar maqomi berildimi? Shaharning birinchi vazifasi jamoat transportini zo'r qilib qo'y. Bizda bu muammo nima uchun kelib chiqyapti? Mashinalar ko'payib ketgan boshqa. Chunki
jamoat transport tizimi hali ham izga tushgani yo'q. Tushunyapsizmi? Odamlarni ehtiyojini qondiradigan darajada emas. Metrolarimiz tirbandlik juda ham ko'p. Tramvaylarda olib tashladik, trolleybuslarda olib tashladik, faqat avtobus yuribdi. U odamlar ko'paydi, tashkilotlar oshdi, u ehtiyojini qondirmayapti va odamlar tabiiy ravishda o'zini mashinasida. Misol uchun, oyda bir haftasi, nechinchi chorshanbasi avtomobilsiz kun. Men o'zim juda qiynalaman o'sha kunda. Ochig'i kelishda avtomobilsiz jamoat transport. O'tiraman, avtobusdan nimaga borishim kerak metroga. Metro chiqqandan keyin 3-4 ta vagonni o'tkazib yuboraman qayta-qayta. Chiqa olmayman. Tushunyapsizmi? Chiqa olmayman. Shunaqangi tirbandlik chiqa olmayman. Albatta buni ko'rgandan keyin ishga ham kech borasiz birinchidan, ikkinchidan asabbuzarlik bo'lib boradi. Mashinaga intiladi hamma. Mashinaga intiladi hamma. Ya'ni bu yerda Toshkent shahrida parkovka muammosi kelib chiqishi, mashinalar ko'pligi ham bosh sabab jamoat transportini yomonligida. Shuni hal qilib qo'yaylik, tabiiy ravishda kamayadi. Bo'ldi. O'ylamaymiz ham. Men kerak bo'lsa Toshkent shahar bo'yicha umuman yengil avtomobilda harakatlanish taqiqlanadigan qaror chiqarsa ham roziman. O'rniga jamoat transportini zo'r yo'lga qo'yib, bo'ldi, e'tiroz yo'q. Ana shaharda chetlarida bo'lsin, katta-katta stoyankalar qilib tashada, kelasan shu yerga mashinani qo'yasan, bu yerga jamoat transport yuraver. Chiqib ket. Toshkent avtomobilsiz shahar bo'lsa ham meni e'tirozim yo'q. Men shunday o'ylayman. Majbur emas davlat aslida uni joy anaqa qilib ber. Senga mashinang ham joyda turishi kerak bo'lgan, joy kerakmi, chiroyli, ham uying. Unday bo'lsa qishloqda yasha. Tuman ana kengchilik ana o'sha yerda yashayver. O'sha yerda qurib qo'y mashinangga, garaj qur, boshqa qil. Shahar majbur emas. To'g'ri. Men ham shunday o'ylayman. Men ham shunaqa o'ylayman. Endi ko'pchilik aytadiki, masalan, biz o'zaro ofisda bolalar bilan, mashinasi borlar bilan gaplashib qolganimizda, misol uchun men davlat majbur emas, sen olgan mashinaga anaqa qilib berishga deganda, ular aytishadi, to'g'ri, misol uchun, "Xo'p, men roziman mashinamni tashlashga. Men uyimdan bunday chiqib turib, tramvayga yoki avtobusga erkin o'tirib yoki metroga tushib, misol uchun, ishimni bitqiza olsam shaharda, xo'p, roziman. Lekin ba'zi joylarga umuman avtobus ham bormaydi, metro ham bormaydi. Yo'q, metro o'zi kichkina bo'lsa. Shuning uchun bu o'sha qo'pol aytganda, mana shu shaharda shu transport, jamoat transporti yaxshi emasligi shu sabab bo'lyapti-da. Muammo shu yerda. Shu hal bo'lsa, bu parkovka degan narsa kerak ham bo'lmaydi o'zi to'g'risi. Men shunday o'ylayman. Qaysi davlatlarda bo'lgansiz sizlarga? Xo'p, men deputatlik vaqtimda bir marta Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lgandim va Qozog'istonda ko'p chiqa olmaganman. Yevropaga o'tmagansiz? Yo'q. Endi peresadka bilan Frankfurtdan o'tib ketganmiz. Yevropani lekin masalan undan deputatlikdan ketgandan keyin menda sal imkoniyatlar bo'ldi, qaysiki erkinroq. Ilgari pasportimiz ham yo'q edi, qizil pasport ham yo'q edi. Keyin oldim pasport zo'rg'a. Keyin Turkiyada bo'ldim, Saudiya Arabistonida, Dubayda, Abu Dabi, yana nima, Yaponiyada, Xitoyda, Qozog'iston. Endi u yerga qarindoshlarim bor, chiqib turamiz. Rossiyada bir marta bo'lganman. Yana bo'lgim keladi, lekin qo'rqaman, borsam meni qamab qo'ysa kerak. Xo'p, yana qaysi? Shu boshqa ko'p joylarda. Yaponiya yoqdimi sizga? Yoqdi. Boshqachami? Yaponiya. Shu metroga tushib ko'rmadingizmi? Metrosiga tushib, lekin poyezdga mindik, yo'q metrosiga tushib, Xitoyda tushdim. Qizig'i men shu shamolladimmi deb yo'talib sal nima tumovga o'xshab yurdim Toshkentda. Dorilar olgandim shu Yaponiyaga borish. Yaponiyaga tushdik. Bir kundan keyin o'zidan yo'talam, shamollasham yo'q bo'lib qoldi-da. Bu havodan bo'lgan ekanda. Shunaqangi shaharda Tokiyoda yuribsiz. Shahar shunaqangi tozaki havosi, bizda tog'da unaqa havo. Tog'da ham hozir bormi yo'qmi bilmadim, lekin men shunda aytdim, demak biz dedim juda ko'p kasallik, biz kasal bo'ldik, shamolladik, yo'tal keldi deb o'ylab yurgan narsalarimiz bu shunchaki havoning sifatsizligi bilan bog'liq ekanda dedim. Endi bu haqida gapirsak og'riqlar ko'p. Alohida mavzu. Oxirgi savollardan bittasi, bir muammoli vaziyat kuzatilayotgandi internetda. Oxirgi payt siz ham uni ro'yxatiga tushib qolibsiz. Men o'zi ko'rib hayron qoldim. Ya'ni Abror Muxtarali bilan Hamid Sodiq o'rtasidagi bahsli vaziyat haqida so'ramoqchi edim. Endi siz bunga qanaqa kommentariy berasiz bilmadim. O'zi umuman qanday qilib jarayonga aralashib qoldingiz siz? Tarmoqda tarqagan ekan, ba'zan ishonmadim boshda. Yo'q. Nima Abror akaning gaplari, Hamid Sodiq dushman, yomon odam degan ma'noda gap ketyapti. Gapirgan, xoin, mana shunaqa ular unaqalarni qatl qilishgan vaqtida deb qanaqadir rivoyat, hadislardan keltirishga harakat qildi. Keyin suhbatdashib ham bu sizning shaxsiy fikringiz deb hisoblaymiz, to'g'rimi? Yo'q, bu e'tiqoddan kelib chiqqan, mana shuni fikrlarim boshqa dedi. Men
shunda e'tiroz qildimki, mayli inson kimnidir yomon ko'rishi mumkindir, kimdir anaqa fikrga qo'shilmas, kimdir ko'rishga ko'zi yo'qdir, lekin u baribir uni o'ldirish kerak degan huquq bermaydida, qatl qilish kerak va buni diniy shu hadislar bilan bog'lab qilish yaxshi emas deb o'yladimda. Buni Abror aka emas, boshqa odam aytganda balki men xavotirga tushmagan bo'lardim. Abror akani juda ko'p muxlislari bor, minglab. Masalan, ularning ichida bu gapini to'g'ridan to'g'ri qabul qiladigan fanatlar ham bo'lishi mumkin. Ustoz shunday deyapti, demak biz savobga erishar ekanmiz, Hamid Sodiqni o'ldirib kelishimiz kerak deb borib kimdir o'ldirib qo'ysachi degan shunaqa fikr bo'ldiki, ya'ni diniy masalalarda odamlar to'g'ridan to'g'ri qabul qiladiganlar borda. Biz uzoq vaqtdan beri o'zi jihod qilaman boshqa degan jihodchilarga nima uchun qarshi kurashildi? Chunki ular ko'rko'rona shunga ergashib ketib qoldida. Bu radikalizm keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni men shu nuqtai nazardan, o'rtoqlar to'xtanglar, bunga huquqiy baho berilishi kerak. Va keyin Abror aka bu gapni aytyapti. Yaqinda misol adashmasam Mubashshir Ahmad qanaqadir diniy materiallarni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ekspertizani xulosasiz tarqatganligi uchun javob berdi-da mana qonun oldida. Abror aka bu gaplarni aytyapti din bilan bog'lab, ya'ni u kishi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari qo'mitani o'sha ekspertizasidan o'tgan narsani aytyaptimi yo'qmi? Ular ham tarqatdi. To есть bularni ham ko'rish kerak-ku. Ya'ni bitta insonni o'ziga alohida shunaqa yo berilganmi imtiyoz deb xavotir bo'lganligi sababidan men masalan u kishiga dushmanligim yo'q. Shu diniy bilimlari yuqori, shu tomonlama hurmat qilaman. Shunaqa nima qildimda, ya'ni shaxsiy adovatni mana minbarga olib chiqib qo'ydi. Bu xavfli. Ertaga Hamid Sodiq kimdir o'ldirib qo'ysa, bu kishi sababchi bo'lgan bo'ladi. To есть tegishli organlar bunga baho berilaring. Bunaqa gap boshqalar gapirsa, misol tomonlari ko'riladi-yu deb turib shunaqa men ham shu fikrda bo'ldim. Ya'ni chegara bo'lish kerak-da. Mayli uni misol keyin xoinligi ham isbotlanishi kerak. Misol uchun men ham xoin deb aytishim mumkindir boshqadir. Uzr-ku menga og'ir botadi-da bunaqa misol uchun. Xoin deb aytadigan bo'lsa, men buni sud qarorlari asosida isbotlab ber birinchidan. Bo'lmasam tuhmat bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchidan keyin endi men biladigan o'zim, endi men dinni chuqur bilmayman, lekin meni tasavvurimda va men ozgina bo'lsa ham o'rganganimda biror bir inson nimadadir ayblashda albatta fakt dalil keltirilishi kerak-da. Keyin u kishi yo bu meni fikrim, dalilim yo'q deb aytdilar. Keyin men o'z-o'zidan unda hozir bu gaplarni kimdir jiddiy olib borib tars etib pichoq urib qo'ysa-chi u insonga. Bu nima bu? Nega davlat buni qarab kuzatib turibdi bunaqa jarayonlarni? Biz O'zbekiston diniy davlat emas. Birinchidan din bilan davlat ajratilgan. Boshqalarga bunaqa masalalarda huquqiy baho berib qarayapti. Nimaga bu yerda indalmayapti? Yoki maxsus tizimlar Hamid Sodiqni yo'q qilaring deb topshiriq berganmi? Nega bunday degan ma'noda? Hamid Sodiqning o'rnida boshqa odam bo'lganda ham men shu gapni aytgan bo'lardim. Ya'ni hadislardan keltirib qatl qilish haqida gapirgan gapni ba'zi odamlar muxlis bo'lsa, chin o'sha jihodchilarga ergashib ketgan, shunaqa ergashib ketib qolmaydimi degan xavotir bo'ldi-da menda. Balki men noto'g'ri xavotir qilgandirman, lekin hali ham bo'lsa bunga huquqiy baho beradiganlar bor. Men shunchaki mana shu narsaga e'tiroz qilganlar tarafida men ham borligimmi? Ya'ni ertaga bu narsani uzr-ku meni ham mana shunaqa deb chiqarib tashlasa tamomda, men ham o'zim, oilam hammam xavf ostida qolsa. Bu diniy masalada ko'zi qonga to'lgan bo'lsa, kimdir uni kim to'xtata oladi? Biz bilamiz-ku achchiq o'tmishda nimalar bo'lib ketmagan. Shu nuqtai nazardan men e'tiroz qildim. Shu misol 50 dan nechtadir odam e'tiroz qildi. Uning ichida olimlar bor, boshqalar ham bor. Men ham shularning ichidaman dedim. Ya'ni bunga huquqiy baho berilsin degan fikrdaman dedim. Shu petitsiyaga o'xshash qilishdi, shunga qo'shildim men ham. O'zi umuman uni tashabbuskor, u 50 ta odam kimdir tashabbus chiqib yo'q, shuni menga ham misol uchun shu matnni ko'rsatishdi-da, mana tashabbur tanish odam. Siz nima deysiz shunga dedi? Men ham shu qo'shilaman dedim. Shu bilan keyin ko'pchilik qo'shilib ketdi. Abror aka shundan keyin mendan xafa bo'lganmi, xullas. Siz debatga chaqirgan. Men sizdan kutmovdim, boshqa deb anaqa qilibdi. Endi men masalan o'zim hurmat qilgan odamam agar u xato qilayotgan bo'lsa, xato qilyapti deb aytaman-da. Agar aytmasam, men kuyzamachilik qilayotgan bo'laman. To есть yaxshimi, yomonmi, men endi to'g'risi buni ommaviy chiqib nima qilganiga men ham e'tiroz qildim-da. Keyin debatga boshqaga endi men u kishi bilan debatga chiqa oladigan odam emasman to'g'risi. Chunki men diniy bilimlarim past. U kishida yuqori emas. U kishi bilan faqat diniy masalada debatga chiqish kerak-da. Endi mumkin men endi boshqa masalada u kishi bilan debat
qilmayman-da, chunki ijro yo ekologiya qonun haqida qonun gaplashsanglar boshqaga. chiqaruvchi hokimiyat boshqada ishlamagan yoki u yo'nalishda ta'lim olganligini bilmayman. То есть Hmm, bizlar muhokama qiladigan masala yo'q-da boshqa. To'g'ri. Mavzu yo'q. То есть diniy masala bo'lishi mumkin. U man tan olaman, u kishi ustun, u bilimlari yuqori, man unga chiqa olmayman. Boshqa masalada bahs qiladigan narsa yo'q. u hali u jarayonda turibdi endi, hali o'rganish jarayonida. Yo'q, endi uni bilmadim qanaqa jarayonda. Men shu Ah. petitsiyaga bir qo'shildim dedim, bo'ldi, shu bilan men uni gapirganim ham yo'q. Bundan afsuslanmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, endi agar xato bo'ladigan bo'lsa, yo'q, sanlar hammang noto'g'ri o'ylagansan, bu yerda hech qanaqa noto'g'ri harakat yo'q deydigan bo'lsa, agar huquq muhofaza qiluvchilar, unda biz ham bilib olamizda, demak kimlarnidir uni qatl qilish kerak, buni qatl qilish kerak deb bemalol qo'rqmay aytaveramizda. Blitz. Qisqa savol beraman, to'liqroq javob Mayli. bersangiz bo'ladi. Erkak kishidagi qaysi xislatni ko'proq qadrlaysiz? Mardlik. Ayol kishidagi? O'ylab ko'rmagan ekanman. Bir savol javob berisha. Ziyraklik. Ziyraklik. Aha. Yaqin orada o'zingiz faxrlana oladigan nima ish qildingiz? Shuni aytmay qo'yqali. Hop, qachon oxirgi marta yig'ladingiz? 3 kunmi, 4 kunmi bo'ldi? Hozirgi Rasul Kusherbayevdan ko'nglingiz to'ladimi? Yo'q. Qaysi xatoyingizni boshqa hech qachon qaytarmagan bo'lar edingiz? Bunaqalar ko'p, to'g'risi. Hozir men bittada javob berishga qiynalaman. Larzaga to'g'risi. Bunaqa hozir uzoq gapirish to'g'ri keladi. Qaysi savolga o'zingiz javob berishni istagan bo'lar edingiz, lekin bu haqida sizdan hech qachon so'rashmaydi? So'rashgan deyarli ko'p narsa. Ha. Men ana so'ramasliklarini xohlagan masalalar bor. Ayol, nima haqida so'ramasliklarini xohlaysiz? Shaxsiy hayotim, shaxsiy Ha. ishlar haqida. Menimcha bizning intervyuda shaxsiy savollar Yo'q. bo'lmadi. Bitta oyliklar masalasini gapirdik, shuni Ha. kechirsangiz bo'ldi. Yo, men uni ham aniqlashtirmadim. Men ana qarang, men mana bilasizmi qanaqa o'ylayman? Men harakat qilaman o'sha oila prizmasi bilan mehmonga qaramaslikka-da. Masalan, o'sha yerda savol e'tibor bersangiz bunaqa edi. Oylik daromadingiz 100 milliondan ko'pmi degan. Men o'zim lekin Ha, ketib qoldim. u yerda javob qarang, ha, yo'qdan iborat xolos. Qanday super qobiliyat egasi bo'lib qolishni xohlardingiz? Vaqt orqali qaytarish imkoni bo'ladigan odam. Insondagi qaysi illatni hech qachon kechirmaysiz? 200lamachilik. Agar prezident bilan ko'rishsangiz, u bilan nima haqida suhbatlashgan bo'lar edingiz? Birinchi navbatda shu davlat boshqaruvida mana shu davlat boshqaruvini demokratlashtirish masalalarini gaplashgan bo'lardim. Fuqarolik jamiyati institutlarini kuchaytirish, parlament rolini oshirish va ekologiya masalalarida gaplashgan bo'lardim. So'nggi savol. Orzudagi O'zbekiston qanday bo'ladi? Orzudagi O'zbekiston inson huquqlari ustuvor, odamlar bu joyda tug'ilganda hech qachon afsus qilmaydigan, 4 fasl hammasi o'zini vaqtida keladigan, tabiati toza, shu odamlari mehmondo'stligicha qolgan shunaqa O'zbekiston bo'ladi. Bitta savolim bor, qo'yib berib olay. Opoya aniq qildi. Qarang, sizda shunaqa qarashlar ham borki, biz intervyuga tayyorgarlik ko'rayotganimizda Rasul aka ba'zi mavzularda ozgina populistlik qiladilar, atayin xalqqa mana shu mavzu yoqishini bilganliklari uchun ham chiqish qiladilar degan qarash bor. Siz nima deb o'ylaysiz shu qarashga? Siz o'zingizda shunaqa unsurlarni sezasizmi? Sezaman. Chunki xalqni bitta bo'lagiman-ku men. Odamlarga yoqayotgan narsa menga ham yoqadi-da. Va odamlarni shu rakursdan qaraysiz bunga. masalan, odamlarni bir vaqt o'zida qaysidir muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, qaysidir masalan qish oldi, qishda sovuq kunlarda energiya masalasi bezovta qilayotgan bo'lsa, u meni ham bezovta qilayotgan bo'ladi-da. O'shanda men uni chidamay gapirib ko'tarib qo'yishim mumkin. Buni o'sha PR uchun qilyapti deb ba'zan o'ylashar. Men bilmadim, lekin o'sha odamlarni nima bezovta qilyapsa, o'sha ham meni bezovta qilayotgan bo'ladi. Odamlarga nimadir yoqayotgan bo'lsa, menga ham yoqayotgan. Shundan kelib chiqibdi, endi bu populizmga olib kelsa kerak-da, shu populizmni. Lekin bundan siz qandaydir o'zingizda aybdorlik hissi sezmaysiz. Umuman, endi shuni populizm deb hisoblashsa kerak-da. Populizm ham boshqa narsa-da o'zi. Populizm bu odamlarga yolg'on va'da berib ovoz olish. Qanaqadir nimaga erishish. Misol uchun bu odatda saylovlarda bo'ladi. Ya'ni men qila olmaydigan ishni va'da beraman. Meni saylasanglar, bir oyog'inglar Hind okeanida bo'ladi, plyajda, bir oyog'inglar bu yoqda bo'ladi degan. Bu xuddi populizm edi bu. To есть populizmni men yaxshi tushunaman nima ekanligini. Men ovoz olish uchun yoki qanaqadir darajaga erishish uchun odamlarga yolg'on va'da bermaganman. Menga nima keragi bor? Oxirgi paytlarda O'zbekistonda sizni xursand qiladigan voqealar ham yuz beryaptimi? Albatta. Nima masalan? Men O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yana ham integratsiyalashib borayotganligi,
qo'shni mamlakatlar bilan faol yaxshi aloqada bo'layotganlik. Umuman tashqi siyosatda juda progressiv qadamlar bosyapmiz. O'sha xursand qilyapti. Qaniydi shu tashqi siyosatdagi shu uzukkorlik, progressiv harakatlar ichki siyosatda ham bo'lsa, ya'ni shu ichkarida ham aks etishi kerak-da. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat.